Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem qarindoshlar, Doktor Mejdi Ilali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 4. bab Allah yolunda pul mal sarf qilishni davomlashtirish. Allah Taala'nın kitabı ve onun Resulünün hadisleri to'g'risida izlengüchiler Allah yolunda pul mal sarf qilishga rag'batlantiradigan nurg'ulg'an oyatlarni Allah yolunda pul mal sarf qilishning dunyoda va oxiratda buyuk mukofotlar bilan mukofotlanadiganligini bayon qilgan nurg'un hadislarni uchratadi. Biz ma'lum bir amalni ishga oshirishga takror rag'batlantirilganligini ko'rganimizda, bu amalning bizni Allohning amr farmonlarini tezroq yurgizishga undaydigan amal ekanligini bilamiz. Chunki bizni yaratgan zot bizga nimaning manfaatli ekanligini va nimaning bizga dunyo va oxiratda baxt elib keladiganligini eng yaxshi bilguchidir. Mahluqotni yaratgan zot bilmamdi, u shaylarning nozik taraflarini bilguchidir, hammadan to'liq xabardordir. Shuning uchun biz har qitim Allohning yo'lida pul melini sarf qilgan narsasi yerga terilib, 7 boshaq chiqargan, har boshqida 100 dan tutgan bir donga o'xshaydi. Allah xohlagan bandasiga aslab savob beradi. Allohning marhamati cheklik emas, kengrodir. Allah mol sarf qilishning niyatini bilguchidir degan so'zini, hamda uning Allohning yo'lida pul mol sarf qilinglar, o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan oyatini ve onundan başka Allah yolunda xayr ihsan qilib turishning ahamiyati haqida kelgan talay oyatlarni o'qigan vaqtimizda o'z-o'zimizdan acaba Alloh taolo boy emasmi? Uning mol-mulki cheksiz emasmidi? Zamin va uning ustidagi hamma narsa uning mulki emasmidi? Shunday turib, nima uchun o'zi tarafidan in'om sifatida ato qilgan mol-mulkni boshqalarga sarf qilish haqida to'xtamay targ'iblarni qiladi degan savollarni so'rab ko'rishimiz intayin zarur. Mana bu so'llarning javobi har birimizning o'ziga qarata qayta nazar silib ko'rishini va o'zining nishon arzularini bir qo'r ko'z oldiga keltirishini taqozo qiladi. Mushunda qilganda inson o'z nafsining aslida mol dunyoga va mol dunyo to'plashga eng moyil va yerisman ekanligini his qilib yetadi. Malni yerislik bilan nihoyatda do'st tutsinlar. Fajr surasi 20-oyat. Mana bu moyillik va mangu o'chmaydigan bu shahvat dunyoning havo yevaslarining ko'pini maydonga keltirgan. Mal dunyo ko'paygan sari uningga bo'lgan xirisningmi go'yo lavuldigan sari bekko'ydigan o'tga o'xshash kuchayishini keltirib chiqargan. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda bunday deydi: agar odam bolasining bir o'yman oltini bo'lsa, u yana bir o'yman oltini bo'lsa-kan deydi. Odamning ig'zini faqat tuproqqa to'shqizadi. Tavba qilgan odamning tavbasini Alloh taolo qabul qiladi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Allah Taala inson nafsini mana shunday bexillik va mol dunyoga erishlik ustida yaratgan bo'lsa-mu, ammo bizdan bu xil sifatlardan poklanishni talab qilgan va Alloh yo'lida pul mol sarf qilishni ushbu poklanish va tozalanishning eng muhim vositalaridan biri qilib bekitgan. Alloh Taala bunday deydi: poklanish uchun mol-mulkini yaxshilik yo'llariga sarf qilgan odam uningdan, ya'ni o'tdan yiroq qilinadi. Layl surasi 18-oyatlar. Allah Taala yana bunday deydi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning mollarining bir qismini sadaqa hisobida olgunki, uning bilan ularning gunohlaridan poklaysan va yaxshiliklarni ko'paytirsan. Tavba surasi 103-oyat. Shubhasizki, kambag'allarga, miskinlarga yararlik bo'lish va Alloh yo'lida jihad qilishga yordam qilish ahamiyati zo'r, foydasi buyuk bir amaldir. Ammo bu mal sarf qilish orqali nafsimizning uni qamallab olgan bexillikdan iborat bu kishining ozod bo'lishiga yordam qilishimiz texnik katta amaldir. Alloh taolo bunday deydi: Allohning yo'lida mollaringlarni sarf qilinglar, u o'zinglar uchun foydalidir. Kimki nafsining bexilligidan saqlanar ekan, u maqsadga erishguchidir. Demakki, bexillik har qanday yomonlikning ochqichi. Uning ishi egisini dunyoga erisman qilish va uni tashabbus qilishdan boshqa emasdir. Abul Hayyaj Al-Asadi mundoq deydi: men Ka'bani tavob qilish jarayonida bir kishining "Ey Alloh, meni nafsimning bexilligidan saqlagan" deb duo qilayotganligini va uningdan boshqa hech narsa demayotganligini ko'rib, undan "Sening buningdan boshqa duo tilking yo'qmi?" deb so'radim. U mundoq dedi: nafsim bexillikdan saqlangachqa o'g'irlik qilganim, zina qilganim yo'q. Bulardan hech qaysini qilib solmadim dedi. Bilsam u kishi asli Abdurrahman ibn Avf ekan. Sheksizki, nafsni samoviy olamga o'rlitishning va uni zaminda tortib turayotgan narsalardan xalos qilishning muqaddimasi
Allah yolida xarajat qilishni, taki bu uning mijoz xarakteriga aylangan qadar to'xtamay davomlashtirish orqali nafsini bexillikdan poklash bo'lib, pul moldan kechaligan va uni ko'ngildan chiqarib turib sarf qila olganda, pul moli ko'payib ketgan taqdirdami ko'ngil alohida xushal bo'lib ketmaydigan, ozlab ketsimi ko'ngil yerim bo'lib ketmaydigan bo'ladi. Mana bu Alloh taolaning bunu so'zining amaliyatidir. Alloh taolaning ularni lavhul mahfuzga yozishi, qo'linglardan ketgan narsa qayg'urib ketmasliklar va Alloh bergan narsalarga xush bo'lib ketmasliklar uchundir. Mana bu nafsini poklashga ilohiy yo'ldir. Ularning mollarining bir qismini sadaqa hisobida olganki, uning bilan ularning gunohlardan poklag'aysan va yaxshiliklarni ko'paytirsan. Mana bu Payg'ambar alayhissalom o'zining ummatlari uchun qilgan ko'rsatmalardan muhim o'rin turgan amaldir. Albuki qalblarni poklash va nafslarni tarbiyalash Payg'ambar alayhissalomning eng muhim vazifalaridan biri tursa, bizga nisbatan qanday muhim amal bo'lmasin? Alloh taolo bunday deydi. Shuningdek yana ya'ni sizlarga bergan ne'matimni kamolat yetkazganimdek o'z ishinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni mushriklik va gunohdan pok qiladigan, sizlarga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni diniy ahkomlarni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganlaringlarni bildiradigan bir payg'ambar avatdiq. Baqara surasi 151-oyat. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi. Payg'ambar alayhissalomdan musulmon bo'lish uchun biror narsa so'ralsalar, so'rg'uchiga bermay qo'ymaydi. Bir qatim bir odam uning huzuriga keldi. Uningga ikki tog' orsiq kelgida qo'yni hadiya etdi. Shuningdek u qavmning yana qaytib berib, "Ey qavmim, musulmon bo'linglar. Muhammad shunda qo'li chiqqanki, uning berganlaridan kishi kambag'al bo'lib qolsin, ansirmasin bo'ladi ekan" dedi. Anas radhiyallohu anhu bunday dedi. Shunda kishilar bor ediki, faqat dunyoni debli musulmon bo'ladi. Ammo uzun o'tmayla islom dini uning uchun dunyo va dunyoga boriq narsalardan suyumlik bo'lib qoladi. Imom Muslim rivoyat qilgan. Oysha radhiyallohu anha bunday dedi. Ular bir qo'y bo'g'izgan edi. Payg'ambar alayhissalom mendan qo'ydan qanchalik qoldi deb so'radi. Men uningga taqil qoldi dedim. U undaq taqilni boshqa amir qilib qopti dedi. Sadiqining foydalari. Pul moldan xayr ihson qilib turishning nafsini poklashda intayin cho'ng rol bo'lganidek, uning dunyo va oxiratda elib kelgan foydalari intayin ko'pdir. Xayr ihson qilishning oxiratlik foydalaridan birinchi selingan mabdag'dan foyda qozonishning eng yaxshi fursatidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki halol kasb bilan topgan malidan xurmachilik narsa bo'lsin sadiq qilsa, Alloh taolo faqat halolni qabul qiladi. Alloh taolo uni o'ng qo'li bilan qabul qiladi. Ondan shu xurmachilik narsasini xuddi sizlarning biringlar o'z taychiqini obdan beqib o'stirgandek o'stirib, sadiq qilg'u uchun savobini tog'dak so'raytib beradi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İkinci, do'zax tushib ketishdan saqlab qoladi. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom bunday deydi. Ey Oysha, xurmachilik narsasini sadiq qilib bo'lsa-mu, do'zaxdan saqlangan. Chunki xurmachilik narsa qo'rsoqni to'yg'izmasa-mu, ochliqni bosadi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. 3. Qiyomat kuni xayr ihson qiluvchiga soy bo'lib beradi. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu bunday deydi. Payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini anglagan. Her bir kişinin sadiqisi Allah kişiler arasında onun hüküm e'lon qilgan qadar soy bo'lib beradi. Imom Ahmad rivoyat qilgan. 4. Kelgan azab oqibatlarini orqaga qaytaradi va kishilar orasidagi haqlarni ado qiladi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini rivoyat qiladi. Ey ayollar jamoasi, sadiq qilinglar, istig'forni ko'paytinglar. Men do'zax ahlining ko'pinchasining ayollar ekanligini ko'rdim. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Hafiz ibn Hajar bunday deydi. Bu hadis sadiqa va xayr ihson qilishning azobni ko'taradiganligiga va bandalar orasida o'tkazib qo'yilgan gunohlarga kaforat bo'ladiganligiga dalildir. Endi xayr ihson qilishning dunyolik foydalariga kelaylik. Xayr ihson qilishning dunyolik foydalaridan birinchi kasallarga shifodir. Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom bunday deydi. Kasallaringlarni sadiq qilish orqali davolanglar. Şeyh Albani Sayyidler Toplumi 3358 numaralı hadis. 2. Bala qazanı qaytırdı. Haris el-Ashari radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning munaqtiyaligini rivoyat qiladi. Alloh taolo Yahya alayhissalomga qavmining buni 5 turlik so'zga amal qilishini va Bani Isroilning shu 5 turlik so'zga amal qilishini buyurdi. Haris radhiyallohu anhu ushbu hadisni bayon qilib kelib, oxirida Payg'ambar alayhissalomning buni so'zini tilga olgandi.
Sadiq orqali xayr ihson qilishinglarni buyurayman. Xayr ihson qilishning misoli dushman tarafidan asir elingan, orqadan dushmanlar uning kallasini olish uchun qo'lini gardiniga bog'lab elib kelganida dushmanga qarab sizlarga to'lam berish orqali jinini saqlab qolsam bo'lamdi degan ozdir ko'pdir bir narsalarni berib jinini qutulib qolgan kishining misoliga o'xshaydi. İbn Qayyim rahimahullah bu hadisga bergan izohatida mundaq deydi. Mana bu hadisning o'zi ham dalil, ham isbot, ham hujjat, ham amaliyatdir. Sheksizki, sadiqining turli tuman balo qazolarni yondirishda ajoyib ta'sir bor bo'lib, navoda bir fosiq yoki bir zolim yoki bir kofir xayr ihson qilgan taqdirdimi, Alloh taolo ashu xayr ihson sababli turli balolarni ko'tarib o'tadi. Mana bu mayli avam orasida bo'lsin yoki xos insonlar orasida bo'lsin, hammaga ma'lumdir. Hamda bütün zimin ehli buni iqrordir. Chunki ular buni allaqachon amaliyotga o'tkazib qo'ygan. Payg'ambar alayhissalomning yuqorqi hadisidagi o'limga hukm qilingan kishining o'zining dinini meli orqali qutuldirib qolganligi haqiqatga tamsilida xayr ihson qilishning bandani Allohning azobidan qutuldirib qolganligi o'tirib qo'yilgan. Chunki gunohlar va xatolar aloqat olib keladi. Ammo bu yerda sadiq qilishda xayr ihson ibodati egisini aloqatdan qutuldirib qoldi va uni azobdan omon qoldirdi. Ba'zi rivoyatlarda mundaq bayonlarım kelgan. Xayr ihson qilish qoldiringlar, chunki balo qazo sadiqdan o'talmaydi. Imom Bayhaqi rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Quyosh bilan oy Allohning barhaqligini ko'rsatuvchi ikki alomatdir. U ikkisi birovning o'limi yoki birovning vafoti uchun tutilmaydi. Sizlar qachon u ikkisining tutilganligini ko'rsanglar, Allohga sig'inib duo qilinglar, takbir aytinglar, namoz o'qinglar va sadiqa qilinglar. İmam Ebu Davud rivayet qilgan. 3. İşlerini qulaylashtiradi. Sadiq qilguvchi qandaqli bir qiyinchilikqa yo'liqadi ekan, uning qilgan sadiqasi Allohning marhamati bilan uning qiyinchiligini oңайлashtirib beradi. Bu Qur'on Karim muayyalashtirgan aniq ish bo'lib, Alloh taolo mundaq deydi: Pul melini Allohning roziligi uchun sarf qilgan, taqvodorlik qilgan, kalima tavhidni tasdiq qilgan odam kelsak, uningga biz yaxshi yo'lni muyassar qilib beramiz. Layl surasi 5-oyatdan 7-oyatgacha. 4. Rizqini yanam kengri qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Bir odam cho'lda ketayotganda bir bulutdan palonning big'ini sug'urib qo'ygan degan ovoz anglanibdi. Bulut berib o'zining suyini bir qo'yibdi, bir sayı qo'yibdi. Shu yerdagi iqillardan biri suvlarning hammasini o'ziga tortibdi. Shuning bilan ilk odam suvga erishmagan ekan, bir odamning big'ida gulchigi bilan suv tutayotganini ko'ribdi va ey Allohning bandasi, ismi nima deb so'rab turibdi. O ismin palani deb bulutdan kelgan ovozdan aytilgan ismini debdi. Bag'van el qodimga: "Ey Allohning bandasi, sen nima uchun mening ismimni so'raysan?" debdikan, u mushu so'zni to'kkan bulutning ichidan sening isming, mushu suvni to'kkan bulutning ichidan sening ismingni atab turib palanining big'ini sug'argin deb buyruq qilgan ovozni angladim. Sen big'ini qanday ishlatding debdi. Bag'van: "Bu gaping keladigan bo'lsak, men big'imdan chiqqan narsaning oz ko'pligiga qarab, uning 3dan birini sadaqa qilib berayman. 3dan birini bolalarim bilan yeyman, 3dan birini boqqa shiltiman" debdi. Imom Muslim rivoyat qilgan. 5. Yomonlik etishdan va Allohning g'azabidan saqlaydi. Abi Umama radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Salih amallarni qiluvchi yomon oqibatdan amondir. Maxfiy qilingan sadiqa Allohning g'azab o'tini o'chiradi. Sizlar rahim qilish bo'lsa, umrni uzartadi. Imom Muslim rivoyat qilgan. 6. Gunohlarni o'chiradi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Sana yaxshilikning darvozalarini ko'rsataymi? Roza qalqondir, sadiqa va yarim kechada o'qilgan namoz xatolikni suv o'tni o'chirgandek o'chirib o'tadi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Shuncha ular foydalar bizni kutib tursa, acaba biz yana sadiq qilishni tark etamdiq? Ömer radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Menga mundaq bir xabar yetdi. Bir qatim yaxshi amallar bir-biri bilan beslashib qoldi. Sadiq aytibdi: "Mening martabam amallarda yuqori." Sahabalarning xayr ihson tushunchilari. Sahabalar Alloh yo'lida pul mol sarf qilishning ahamiyatini intayin cho'nqur tushunib yetganlar bo'lib, bu ularning xayrli yo'llarga pul mol sarf qilishga naqadar erishman ekanliklarini nihoyat ro'shan ifodalab beradi. 1. Ömer radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir kuni Payg'ambar alayhissalom ammamizni sadiq qilishga buyurdi. Bu vaqt qo'limda pul mol bor chaq edi. Men o'zimga, agar musobaqalashib qolsam, bugun Abu Bakrni cho'qim yengib olg'udekman dedim va mol-mulkimning yerimini olib keldim.
Peygamber aleyhisselam bana "Öyüngdekilerge nemi kaldırdın?" dedi. Men mal mülkümün 20'ni kaldırdım. Deyişimge Peygamber aleyhisselam Abu Bekri mal mülkünün emmini elip kepti dedi. Ve onundan "Öyüngdekilerge nemi kaldırdın?" dep soruyordu. O "Men olarga Allah ve onun peygamberini kaldırdım" dedi. Men şu an dedim ki hiçbir iştisini mengü besip düşelmegedekmen. İmam Tirmizi rivayet kıldı. İkinci, A'mash mundaqda rivayet kıldı. Bir günü men Ömer'nin huzurida edim. O 22.000 dirhemni elip geldi ve onun emmini toluq tarqıtıp bulmoqchi o'rnidan turmadi. U navada o'zining milidan biror narsani yoqtirib qolsa, uni sadiq qilib o'tadi. U ko'pincha shakar sadiq qiladigan bo'lgach, bir qatim uningdan nima uchun to'liq shakar sadiq qilganlik so'ralganda, u mundoq deb javob bergan edi. Chunki men shakarga amroq. Haqiqatan Alloh taolo mundoq deydi. Yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sarf qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishmaysizlar. Ali İmran suresi 92-oyat. 3. Osman radhiyallohu anhu Ruma quduqini umumning ishlatish uchun 40 ming dirhamga sotib olgan va qiyinchilikda qolgan qo'shinga 10 ming dirham yordam qilgan edi. 4. Subayr ibn Avvamning uning boy topshirgan ming quli bor bo'lib, u yiqqan boydan hech birini uyiga kirmaydi, balki amman sadiq qilib o'tadi. 5. Talha ibn Ubaydullah o'ziga tava bir zaminni 700 ming sotgan bo'lib, u bu pullarni bir kecha yanida qondirgan va pulni ansirab kechish qo'ya olmagan. Hamda tang'anish bilan pullarning hammani xayr ihson qilib tarqatib tugitayotgan edi. 6. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Abu Talha Ansarilar asida Madinada eng ko'p qonma ega bo'lib, u Bayriha ismlik big'ini bek yaxshi ko'ratdi. U bog' Madina masjidining hududi bo'lib, Payg'ambar alayhissalom uning big'iga kirib suv ichib chiqatdi. Alloh taolaning yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar degan oyat nozil bo'lganda, u Payg'ambar alayhissalomning huzuriga bordi va mundaq dedi: "Ey Allohning elchisi, Alloh taolo tabarak va taolo yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sarf qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar" debdi. Men mol mulkim ishida Bayriha big'imni bek yaxshi ko'raman. Men uni sadiq qilaman. Uning yaxshiligimi, foydasimi hammasi Alloh uchun. Ey Allohning elchisi, Alloh qayerga buyursa, shu bo'yicha bir taraf qilsalar. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom u naqadar foydali bo'ldi, u naqadar foydali bo'ldi, dedi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 7. Nafi mundaq deydi. Ibn Umar radhiyallohu anhu qachoniki mol-mulkdan biror narsa ko'ngliga yiqib qildik bo'lsa, uni darhol Alloh yo'lida sarf qilib o'tadi. U yana mundaq deydi. Ibn Umarning bir qism qullari uning shunday qo'yib borliqdan xabardor bo'lib, ulardan biri jirat keldida izchil masjidni mukammas bo'lib oldi. Ibn Umar uning bu xil yaxshi odatini ko'rib, uni ozod qilganida atrofdagilar uningga Ibn Umar uning bunday qilishi faqat seni aldash uchun edi dedi. U munaqda javob bergan edi. Kerak yo'q. Alloh yo'lida bizni aldaydiganlar chiqsa, biz uning oldini berishga tayyormiz. 8. Said ibn Ubada radhiyallohu anhu har kechasi oilasiga ahli shifa deb atalgan nomratlardan 80 kishini chaqirtib taomlantirdi. Pul-mol sarf qilishning Alloh tarafga otlanish bilan bo'lgan bog'lanishi. Alloh yo'lida pul-mol sarf qilishning Alloh tarafga otlanish bilan bo'lgan munosabati intayin qo'yiq bo'lib, garchi nurg'unlar buningdan g'afil bo'lsa-mu, ammo u ta'sir kuchli bo'lgan bir vositadir. Kimki bu vasitani qalbga oyatliq elib kelish va iymonni uyg'otishga alqilish vositalardan deb qarasa, u asla xatolashmagan bo'ladi. Chunki nafsga yo'qishga odatlangan baxillik bilan mijozga singib ketguchi mol dunyo sevgisidan iborat bu ikki narsa bandaning Alloh tarafga boradigan yo'lidagi buyuk bir davom bo'lib, u ikkisidan qutulmay turib ko'zlagan maqsadga yetish asla mumkin emasdir. Alloh taolo mundaq deydi: "Insonga yaxshi yo'l bilan yomon yo'lni ko'rsatmadikmi?" Balad surasi 10-oyat. Yuqorqi oyatda inson oldida ikki xil tanlash yo'li borligi, bu yo'lning birining yaxshilik uchun, yana birining yomonlik uchun ajratilgan yo'l ekanligi va insonning bu ikki xil yo'lda yurish ixtiyorlik borligi qatorliqlar ishorat qilingan bo'lib, yaxshi yo'lning Alloh roziligiga va uning jannatiga elib boradiganligi, yomon yo'lning Allohning g'azabiga va do'zaxga yetaklaydiganligi tillangan. Undaqda insonni yaxshilik yo'liga qadam ilishdan to'sib qo'ygan narsalar qaysilar? Alloh taolo bunga javob berib mundaq deydi: "Insonga yaxshi yo'l bilan yomon yo'lni ko'rsatmadikmi? U davon oshmadi. Davon eshning nimaligini qandoq bilading?" Balad surasi 10-16-oyatlar. Halbuki Alloh taolo bizga o'zi tarafga yetib boradigan yo'lning to'g'ri bo'lishi uchun cho'qim oshmasi bo'lmaydigan bu davonning nimaligini xabar bergan edi. Undaqda oshmasi bo'lmaydigan bu davon zoti qaysi? Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi:
Davon ish degan qul ozod qilmoqdir. Yoki ocharchilik kunda tuqqanchiligi bo'lgan yetimga yoki to'pida yotgan miskin, ya'ni ahvoli nachar kambag'alga tomoq bermakdir. Demak, inson oldidagi bu davon qisiqlik va yersmanlik bo'lib, bu davondan oshqandala Alloh yo'lida izchil pul masraf qilib turish ishini amalga oshirgan bo'ladi. Alloh qotlanish bilan pul masraf qilish orasidagi munosabat haqida to'xtalgan oyatlar ko'pdir. Alloh taolo bunday deydi: "Yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadaqa qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisha olmaysizlar." Ali Imron surasi 92-oyat. Allohga yaqin bo'lish va uning rahmatiga nail bo'lishning o'zi bir fazilat. Alloh qilgan munojotlaridan huzur olish va hidoyatga muvaffaq bo'lish ayrim fazilat. Yuqorqi va yuqorqidan boshqa fazilatli amallarning hammasini faqat Alloh yo'lida chin ko'ngildan chiqib turib pul masraf qilishni ishga oshirganda qo'lga keltirgili bo'ladi. Alloh taolo bunday deydi: "Xish aqrabolarga, miskinlarga, ibn sabillarga sizlar rahim va yaxshilikdan tegish haqqini bergan. Allohning roziligini ko'zlaydiganlar uchun bunday qilish yaxshidir. Ana shular maqsadga erishishlardir." Demak, Alloh roziligini va uningga yaqin bo'lishni istagan kishi uchun eng yaxshi tanlash Alloh yo'lida pul masraf qilishdir. Alloh taolo yana bunday deydi: "Arabiylarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Alloh yo'lida bergan narsalarni Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vasitasi qiladi. Ular bu orqali rostla Allohga bo'lgan yaqinchilikka erishadi. Alloh ularning o'zining rahmati doirasiga kirgizadi." Demak, bu vaqtdagi oyatlarning hammasi pul masraf qilishning mol egasining Allohga yaqin bo'lish fursatiga ega qilganligini ro'shan dalillar bilan isbotlagan bo'lib, Alloh taolo bandalariga to'lim yaqindir. "Mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turaman. Menga duo qilsa, men duo qiluvchining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga iymon etsin. Ya'ni hamish iymon bilan bo'lsin." Baqara surasi 186-oyat. Ammo bu yerda gunohlari, g'aflati va Alloh haqida o'tkazgan savatlar sababli unda yiroqlab ketayotganlar bizlardirmiz. G'aflat va gunoh ma'siyatlarimiz bizni Allohdan yiroqlashtirganidek, Alloh yo'lida sarf qilgan pullarimiz va qilgan itoatlik amallarimiz bizni unga yaqinlashtiradi. Kishi Alloh yo'lida pul masraf qilaverib, barbara unga yaqin yo'l bo'ladi-da, natijada Allohning rahmat doirasiga kiradi va uning ixlosmand bandalar qatoridan o'rin oladi. Imom Qurtubiy Alloh taolaning ular bu orqali rostla Allohga bo'lgan yaqinchilikka erishadi degan oyatning tafsirisida bunday deydi: Ya'ni ularning Alloh yo'lida sarf qilgan pul-mollari ularning Allohning rahmatiga nail qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Pul-moli bor turib Alloh yo'lida sarf qilmaganlarning holiga voy. G'afil kishilar o'lish oldida ondan pul masraf qilishning naqadar muhimligini, uning oxirat azobini to'sib qo'yishda intayin cho'ng rol o'ynaydiganligini tunib yetadi. Va pul-molidan Alloh yo'lida ko'plab sarf qilib olish va yaxshilarni ko'proq amalga oshirib olish fursatiga qayta erishish uchun Allohdan o'zlarini qabzroq qilish ishini kechiktirishni qattiq arzu qilishadi. Alloh taolo bunday deydi: "Biringlar o'lim kelib, Parvardigorim, nemishqa meni, ya'ni ajlimni bir oz kechiktirmadan sadaqa qilib yaxshilardan bo'lar edim deyishdan burun o'zingizlar rizq qilib berilgan narsalarni sadaqa qilinglar." Munofiqun surasi 10-oyat. Sen insonning o'lim farishtasini ko'rgandan keyin navoda ajlini kechiktirib qolsa, tunji qilishni arzu qilgan ishning Alloh yo'lida pul masraf qilish oldiganligiga qara. Acaba uning bunday qilishiga zot nima sabab bo'lgandi? Aniqki, bu yerda uningga haqiqat oshkora bo'lgan. Ko'zlardan perdelar evitilgan va uningga umr bo'yi yig'ib to'plagan mol dunyosining aslida o'ziga yaxshilik qilib kelgan xayrli yo'llarga sarf qilish lozimligi ayon bo'lgan. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: Ularning biriga o'lim kelsa aytadiki, Parvardigorim, meni dunyoga qaytargin. Sen qo'yib kelgan mol-mulkim bilan yaxshilik qilishim mumkin. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas. U cho'qim shu so'zni qiluvchidir. Mo'min surasi 99-100-oyatlar. Demakki, u o'zi qoldirib ketgan mol-mulki, tijorati va farzandlari xususida yaxshi ishlarni qilish uchun dunyoga qaytishni arzu qiladi. Hadis qudusiyda bunday kelgan: Ey odam bolasi, men seni shunchalik ojiz narsa yaratgan tursam, qandoqmi meni ojiz qila olaysan? Seni mukammal va ro'z qilib yaratganimda zaminga eg'irlikni tushirib turib 2 ton orasida beqarama yurding. Mol dunyo yig'ding-yu, ammo hech kimga unga xayr ihson qilmading. Taki jon alqomga kelgan dedingki, sadiq qilib olaymi? Halbuki, u chaqda sadiq qilish fursati allaqachon qo'ldan ketib qolgan bo'ladi. Imom Ahmad rivoyat qilgan.
Şüphesizki Allah yolida pul mal sarf qilishning Alloh tarafga yuzlanish va Alloh azobidan aman qilishda ahamiyati intayin zo'r bo'lib, Alloh tarafga yo'l elish faqat qalb orqali ishga oshadi. Shuning bilan birga uning yo'lga gunoh ma'siyatlardek to'silg'i bo'lgan ikkinchi bir narsa yo'qdir. Aramizda kim gunoh o'tkazib boqmagan deysiz? Xuddi payg'ambar alayhissalom aytgandek, odam bo'lsa bo'lar ekan, u xatolashadi. Xatolashganlar ichida eng yaxshisi gunohlarga tavba qilganlardir. İmam Tirmizi rivoyat qilgan. Demak, baxtga erishgan kishi qo'lidan berib qo'yganlarning o'rnini to'ldira olgan, to'g'ri yo'ldan qolmagan va yomonliklarni yaxshi ishlarni qilish orqali o'chirib, gunohlarning izini yo'qota olgan kishidir. Acaba gunohlarni sadiq qilish orqali o'chirishdanmi afzal ish bormi? Alloh taolo bunday deydi: Parvardigorining rizqini ko'zlab, yetgan kulfatlarga sabr qilganlar, ya'ni namozni ado qilganlar, biz rizq qilib bergan mol-mulkdan Alloh yo'lida yo'shirun va oshkor yo'sinda sarf qilganlar ve yaxshilikqa orqali yomonlikni dafi qildiganlar, ya'ni bilmasdan yomon ish qilsa, orqadan yaxshi ish qildiganlar, yomonlik qilishlarga keng qo'rsoq bo'lib, yaxshi munosabatda bo'ldiganlar, ana shularning oxiratdagi yaxshi bo'ladi. Demak, Alloh yo'lida pul mol sarf qilib turish, Alloh tarafga yurguvchilarning yo'lini qulaylashtırib, ularni Rabbiga yaqinlashtirdi. Ularning bu yo'lga to'salg'i bo'lgan narsalarni ilib tashlab, gunohlarning izini supurdi va Rabbining g'azab o'tini o'chirdi. Qilgan sadiqalarning natijasini qachon ko'rgili bo'ladi? Ehtimal ba'zilar ko'z oldimizga reallik sizlar deb o'tgan u paytlarning rostligiga gumon qo'zg'aydi. Chunki nurg'un kishilar borki, ular pul melni sarf qilib turadi, ammo biz bu sarf qilishlarning ularning hayotiga hech qanday o'zgarish olib kelganligini ko'ra olmayapmiz, deyish mumkin. Amaliyotda bu xil savolning o'ttirg'i chiqishi bizning ba'zi sarf qilsak, ba'zi bexillik qilib qo'yganligimizning, ba'zi sarf qilishdan avval qanchalik chiqimlar bo'lganligimizni oldin hisoblab beqib, ondan sarf qilganligimizning bu sarf qilishlar mol-mulkimizni oziltib qo'yganligidek salbiy ta'sirini kallamizga kirgizib olganligimizning natijasidir. Alloh taolo bunday deydi: Arabiylardan ba'zilari Alloh yo'lida bergan narsalarni jarimani hisoblaydi. Sizlarning hadisiga uchrashinglarni kutadi. Ularning o'zlari aloqat kuchursin. Tavba surasi 98-oyat. Demak, yuqorqi oyatda chiqim qilgan narsalarni ziyon tortish, topqanlar uchun jarimani to'lash va mol-mulk xo'rash deb qaralgan kishining sarf qilgan narsalar uchun ajr savobdan hech narsani kutishga haqqi bo'lmaydiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Shundaqla bir qatim berib qo'yib to'xtab olgan kishining ajr savobdan biror narsa kutishga haqqi yo'qdir. Alloh taolo bunday deydi: U shart qilingan moldan ozg'ini berdi, qolganini bermadi. Necm suresi 34-oyat. Ya'ni u ozg'ini berib to'xtab oldi, ondan berishni uzib qo'ydi va bermadi. Biz Allah yolda pul mal sarf qilish vositasi orqali manfaatga erishimiz deydiganmiz, har zaman xayr saxovat qilib turishga odatlanishimiz lozim. Bu yerda maqsad hargizmi biror qatim sadiq ihson qilib qo'yibla, orqadan uzoq mezgil to'xtatib qo'yish bilan ado bo'lmaydi. Alloh taolaning mollarini kech-kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shirun va oshkor yo'sinda xayr ihson qildiganlar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am-qayg'u bo'lmaydi degan so'zga binoan bizning har qanday sharoit ostida va har qanday ahvolda Alloh yo'lida pul masraf qilishni uzmay davomlashtirishimiz talab qilingandir. Nafsini davomli pul masraf qilishga ko'nishning muhimligi. Doktor Abdurrahman Hasan Habannaka al-Maydani bunday deydi: Nafsini pul masraf qilish va atay ihson qilib turishga asosda o'rgatish kishiga barabara ko'ngildan xayr ihson qilishni yaxshi ko'rish odatini yetildiradi. Dastlabki bosqichda bu xil sarf qilishlar nafsiga eg'ir kelgandek qilgani bilan barabara nafsimi buning ko'nidi va bu ishdan zo'q olishga boshlaydi. Toki bu zo'q yanamiz ziyod bo'lgan sari nafsimi xayr ihson qilishdan uzr oldigan va har vaqt bu uzr uchun ozroq ko'rishga tayyor turadigan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom nafsini mana bu xil vosita orqali davolashni to'lim inchga va o'zgacha tafsir bilan suratlab bergan bo'lib, Imom Buxoriy va Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda bunday deydi: Bexillik bilan sehiy go'yo ko'kirkidan o'q ko'kirkigacha temirton kelgan ikki odamga o'xshaydi. Sehiy odam xayr ihson qilgan sari temirton texim so'zilib, badanining ustiga kengayib, uning qo'lining barmoqlarini qo'shib yetib turdi. Badanda izmi qoldirmaydi. Bexil odam xayr ihson qilmoqchi bo'lsa, bu temirton uning badaniga petib turg'achqa, uni kengaytay desimi kengaymaydi. Mana bu hadis nafsini ajoyib o'zga suratlab bergan va dal misqallar qilib samsilashtirgan. Hadisda Alloh yo'lida nihoyat tasdiq pul masraf qiladigan nafslar temir ton kiyib olgan biriga o'xshatilgan edi. Halbuki bu temir ton yurak qismini besib turadigan va yangsiz bo'lganlik uchun ikki qo'lni osonlikcha harakatlantirib bo'lmaydigan, hamda buning qo'shilib ikki qo'l temir ton ichida ko'krak va
Okurak soňraky ýepişdirip çyň baglangan içiden behil kişileriniň ähwaly ana şuna oňşulgan edi. Peygamber aleyhisselam pulma serip koşta ameliy tecrübenin mühimligini sehi adam hayır ihsan kılgan sırı tümürtün teximi sozulup bedeninin üstüki kengeydi degan söz arkalı ifadelagan bulup özünü tekrar sadiq kılışqa urup duruşunun tümürtünün asasta kengeyip bara kengeyişini keltirip çıkırdığanlıqı ve neticede iki kol tamamen azadilikki erişidiğanlıqqa oturup koyulgan. Ama bu her insanda farklı şekilde ifadelangan bulup iş yanıla nefsinin sehilik qançılık adetlenişige ve qançılık terbiyelenişige bağlılık kalıyordu. Mana bu misal hayri ihsan, hayri sahavet söygüsünü ve şunun okşayan başka güzel faziletlerini kolga keltirişte nefsi emelini usul arkalı gönderişinin tesirinin ne kadar çoğun ekanligini gösterip berdi. Ama bu güzel hulukni kolga keltiriş yolunda nefsini mushaqqatlarga gönderiş arkalı tavalıgan kişiye gelsek, Peygamber aleyhisselam bu xil kişilerini mundaqda tasvirlagan edi. Bir xil adam hayri ihsan qilmoqchi bolsa, bu tümürton onun bedeniga petip turgaçqa, onu kengaytay desimi kengaymaydi. Yani bir xil kişi tümürton qo'lini çın sıqıp turganlıqdan boşuna almay qalgan kişiga o'xshatilgan. Çünkü onunda özüdeki nefsinin bexilliqini mag'lub qilgudak irade yo'q. Hadisde bu kişi geli ve iki kolu koşulup bütün bedene yapıştırılgan ve özünü sıkıp durduğun kiyimini kiyip algan kişiyi temsil kılıngan. Hem de iki kol adet serip kılıştaki iki vasıf olganlık için iki kolunu tümür tonunun işide de tasvirlengen. Şunakla iki kolunun kökürekke ve boyunga yapıştırılganlık ifadelengen. Mana bu xil pısık ve behil kişinin suretidir. Mana bu pısık kişinin ahvalının kinaya kılgan sureti bulup Allah Taala Bani İsrail suresidir behil kişinin ahvalını tasvirlep bundaq deydi. Kolunu boynunga bağlap almagın, yani behillik kılmagın. Kolunu tolumu içip ketmegin, yani israf kılmagın. Undaq qılsan pulsuz qılıp malametke pişayman qalasan. Bani İsrail suresi 29. ayet. Demek kolunu boynuğa bağlap algan ve Allah yolda pul masraf qılmaydigan pısık kişi ayet görsülgendek öz menfaatiga qarşı iş qiladigan nazar dairesi tar bir insandır. Çünkü onun özü hakkında qılgan bu qılmishları Allah yolda pul masraf qilishlar nail bo'ladigan bir saadat nasibasidan mahrum qo'yganlik sababli onun malametke ve pişayman qilishini keltirib chiqardi. Her günü sadiq qilib turishga odatlanaylik. Biz bu faziletni qo'lga keltiramiz deydiganmiz, her günü ma'lum nisbatda Alloh uchun xayr ihson qilishni davomlashtirishimiz va har kuni sadiq ihsonsiz o'tkazmasligimiz lozim. Amaliyotda hech kimning xayr ihson qilishini tark qilishga bahonasi yo'q. Chunki Alloh taolo bizga sadiq qilishimiz uchun muayyan miqdor belgilamagan. Balki sadiq ihson ishkini kuchaytiradigan hamma kishi uchun ochiq qo'ygan. Bay odam ayolini va bolasini o'zining boyligiga yarasha ta'minlasin. Rizqtar qilgan odam Allohning uning berganiga yarasha ta'minlasin. Ya'ni har odam o'zining iqtisodiy ahvoliga yarasha xarajat qilsin. Taloq surasi 7-oyat. Şoňlaşqa bir tal xormachaqlyk narsa bolsa-mo sadiq qilishni to'xtatib qo'ymasligimiz afzal. Yazid rahimahulloh mundaq deydi. Abu Marsad xato ish qilib salganlı bolsa bir tal piranik yoki bir parcha piyoz chaqliq narsa bolsa-mo sadiq qilmay qo'ymaydi. İbn Huzayma Marsad ibn Abu Abdullah to'g'risida mundaq rivoyat qildi. Marsad Misr ahlishida masjidga eng oldin bordiganlardan edi. U masjidga kirsila chuqum yanchiqqa pul pichak yoki non deganek sadiq qilgan bir narsa silvatdi. Hatta bir qatim onun piyoz ko'tarilganligini ko'rgan edim. Uningga "Ey yaxshilik egisi Marsad, piyoz kiyimini sesib o'tibdi" deganimda u mundaq degan: "Ey aziz birodar, uyimda bundan boshqa sadiq qiluvdik narsa topmadim." Haqiqatan sahabalardan biri menga Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini aytib bergan edi. Mu'minning qilgan sadiqasi qiyomatda uning uchun sahib bo'ladi. Navada biz sadiq qilishga ashunchalik narsani topolmaganda, amaliyotda bundaq bo'lishi to'liq yiroq. Kishilarni Allah uchun xayr ihson qilishga, yaxshi ishlarni o'ttirib chiqarishga va hojatmanlarning hojatini chiqishga rag'batlantirishimiz kerak. Demakki, har kuni cho'qim izchil sadiq qilib turish, sadiqani faqat xushal-xuram va bayashat vaqtida qilib to'xtab qolmasdan, balki qiyinchilik va qattiqchilik paytlarida davomli to'xtamay qilib turish intayin zarur. Chunki izchil sadiq qilishdan maqsad biz yuqorida aytib o'tganimizdek faqatla kambag'al va miskin kishilarga yer yo'lak bo'lishi bo'lmasdan, balki asli maqsad nafsimizni tarbiyalash va o'zimizni bexillik kishilardan ozod qilishdir. Shunday bo'lg'achqa sadiq qilib turish taqvodorlarning sifatlari qatorida sanalgan. Taqvodorlar kengchilikdimi,
qiyinchilikdimi, qisınchilikdimi Allah yo'lida pul mal sarf qilganlar, o'ch elish qodir turuqliq ochiqini yutadiganlar, yomonlik qilgan yoki bo'za qilgan kishilarni kechiradiganlardir. Allah yaxshilik qiluvchilarni do'st tutadi. Ali İmran suresi 134-oyat. İmam Müslim ve başkalar Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet qilgan hadisda mundaq deyilgan. Bir adam Resulullah'ın huzuruna kelib, "Men bir yo'qso'z" dedi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom o'zining ayollaridan birining uyiga odam evatdi. Payg'ambar alayhisalomning ayoli Rasulullohni haq bilan evatgan zot qasamki, uyimda suvdan boshqa hech narsa yo'q deb javob qaytardi. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet qilinishicha, bir kishi kelib Payg'ambar alayhisalomga, "Ey Allohning elchisi, men bir faqir, men bekli mushaqqatga qoldim" deganda, Rasululloh ayollarining ba'sini uyga tomoq uchun kishi evatdi. Ayoli, "Sizning haq bilan evatgan Alloh qasamki, mening yanimda faqat suvi bor" dedi. Yana birinin qashq kishi evatsa, u shundoq dedi. Ayollarning hammasi shundoq dedi. Ondan Rasululloh, "Bu kishini kim mehmon qiladi? U kishiga Alloh rahmat qiladi" dedi. Ensarlardan Abu Talha o'rnidan turib, "Ey Allohning elchisi, mana men mehmon qilay" dedi va u kishini uyga olib ayoliga, "Uyda yeyilik narsa bormi?" dedi. Ayoli, "Hech narsa yo'q, faqat bolalarning yemekligi bor" dedi. Abu Talha, "Sen bolalarni bir amal bilan bezlab, ularni o'qilib qo'ygan. Mehmonimiz kirganda uningga bizni tomoq yeyotganda ko'rsatgin. O tomoqni yey deb turishiga, sen chirog'ning qishig'iga uni o'nglash uchun borgan qiyofatni berib, uni o'chirib etgin. U bizning tomoq yemay qachon qo'rqdan o'ltirganimizni ko'rib qolmasin" dedi. Ayol shunday qildi. Ular o'ltirdi. Mehmon hech narsadan xabari yo'q tomoqni yedi. Tong otganda u Rasulullohning qishig'iga keldi. Rasululloh, haqiqatan Alloh taolo paloni er bilan paloni ayolni ajratib kulib ketdi va ular garchi o'zlarining hojatlari bor bo'lsa-mu, hojatmanlarni o'zlarining ustidan a'lo biladi degan oyatni nozil qildi dedi. İmam Malik Muvatta nomli kitobida bundaq bir voqelikni rivoyat qiladi. Bir miskin Aisha radhiyallohu anhadan sadiq so'rab keldi. Halbuki Aisha radhiyallohu anha o kun ro'za tutgan bo'lib, uyda bir parcha nondan boshqa yegilik bir narsa qolmagan edi. Shuning bilan Aisha radhiyallohu anha xizmatkoriga nonni uning berib etgan dedi. Xizmatkor uningga, "Uni berib etsak, uyda iftor qilib hech narsa qolmaydi" dedi. U yana nonni uning berib etgan dedi. Xizmatkor mundaq dedi: "Men uning degani bo'yicha nonni yilqi miskinga berdim. Kech kirishiga ahli baytdan biri yoki kishilardan biri nonga yo'galgan bir qo'y go'shini bizga hadiya qilib elib kelibdi. Shuning bilan Aisha radhiyallohu anha meni chaqirdi va buningda yegin, bu sening bergan qarzingda yaxshi" dedi. Aytganimizdek, qattiqchilik va qisınchilik vaqtlarida qilgan sadiqaning nafsini poklashda va uni samoviy olamdan tutashtirishda hamda uni sabab kishilardan qutuldirishda ta'siri intizordir. Chunki Payg'ambar alayhisalom bir kuni bir tanga 100 ming tangani besib tushdi deganida bir kishi qopib, "Ey Allohning elchisi, qandoqsiga bir tanga 100 ming tangani besib tushdi" deb so'ragan va Payg'ambar alayhisalom unga mol-mulki ko'p bir kishi melining foydasidan 100 ming tangani sadiq qildi. Ammo faqat 2 tangasi qolgan bir odam 2 tangasidan birini sadiq qildi. Mana bu bir tanganing 100 ming tangani besib tushgani deb javob bergan edi. Imom Nasai rivoyat qilgan. Demek, gerçek kambag'al va miskinlarning avini yaxshilashda sadiq qilingan, u 2 tanganing avi 100 ming tanga so'ztirgan ancha cho'ng roli bo'lmasa-mu, ammo sadiq qilingan 100 ming tanganing boyga ko'rsatgan ta'siri qaraganda, yo'qsul kishining qilgan bir tangasining yo'qsulga ko'rsatgan ta'siri necha ortiqdir. Payg'ambar alayhissalom sahobalarni sharoit qandoq bo'lishidan qat'iy nazar davomli sadiq qilib turishga rag'batlantirib turadigan bo'lib, Ummu Bujayd radhiyallohu anha Payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning elchisi, ishga oldimga yo'qsullar ko'p keladi, ammo men uyimda ularga birga hech narsa topolmayman" deganida Payg'ambar alayhissalom uning bundoq degan: "Hech narsa topolmay qolganda qo'y yoki kalning kuyuk tuyqi bo'lsa-mu, qo'lga tutqizib qo'ysang, shu hisob." Xulos shuki, nafsimizni qo'rshab bizning Allohga o'zlanishimiz to'sqinlik qilgan tumin kishan va zanjirlarni bir-birlab yeyish uchun Alloh yo'lida izchil sadiq qilib turishni to'xtatib qo'ymasligimiz lozim. Agar biri sen her kuni sadiq qilib beray, men her kuni sadiq qilib beray desammi, ammo sadiq qilg'idek biror kambag'al yoki miskin topolmasam qanday qilaman deb qolsa, buningmi nihoyat qulay va oson chorasi bor. U bo'lsa-mu, uyga maxsus sadiq ihson qilish uchun ayrim bir sandiq paydo qilishdir. Onunğa kundalik sadiqalarimizni tashlab qo'yib tursak, ehtiyoji borlarni topganda shuningdan elib bersak bo'laveradi. Muhimi, farishtalarning duosiga nail bo'lish uchun bo'lsa-mu sadiqa qilishga aldirishimiz lozim. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda bunday deydi: "Kishilarga har kuni osmondan 2 farishta tushadi. Ularning biri: "Ey Alloh, sehiy odamga uning xayri ihson qilib berganining o'rnini to'ldirib bergan" deydi. Yana biri: "Ey Alloh, bexilning milini terib beran qilib o'tgan" deydi.
İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yaxshilikdan quruq qilish haqiqiy mahrumlikdir. Sadiq ihson qilish yaxshilik turining eng kattalaridan bo'lib, haqiqiy mahrum bo'lgan kishi uni qo'ldan bergan kishidir. Payg'ambar alayhissalom Asma radhiyallohu anhaga ching siqib olmagan, unda qilsang Alloh taolo senga berayotganini uzib qo'ydi degan. İmam Buxoriy rivoyat qilgan. Yana bir hadisda Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: "Pul molni xarjlamay uni ching tutib olmagan, unda qilsang Alloh taolo rizqini siqib qo'ydi." İmam Buxoriy rivoyat qilgan. İmam İbn Hajar yuqorqi ikki hadisga bergan sharhida bunday deydi: "Hadiski ika, ya'ni siqib olish, tog'arning ig'izini sho'ni bilan bo'g'ish degan so'zdan kelib chiqqan bo'lib, bu aslida tani bilan bog'lab qo'yish ma'nosida kelgan. Hadisdagi ihson, ya'ni ching tutilish degan so'z aslida narsalarning ig'irligi yoki sonini elish degan ma'noda bo'lib, bu yerdagi ma'nosi bo'lsa, mol-mulkning tugab ketishidan ansirab sadaqasini yoltib olish deganlikdir. Mana bular mol-mulkning barkasini qochiradigan eng chong omillar hisoblanadi. Chunki Alloh taolo sadiq ihson qiluvchiga hisobsiz savob ajr ato qilgan. Hesaplamay mukofot bergisi zot albatta birovning atoyi ihsoni uchunmi hesaplamay savob ajr ato qilaveradi. Shuningdek Allohning sanab tugatkisiz rizq berganligini bilgan kishi cho'qim birovga sadiq ihson qilgandimi sanab yurmaslik fazilatlidir. Shuning uchun o'zimizga foydali bunday xayrli ishlarda bexil bo'lmasligimiz lozim. Alloh taolo bunday deydi: Allohning yo'lida mollaringlarni sarf qilinglar. Bu o'zinglar uchun foydalidir. Biz oxiratdagi kelajagimizning sadiq ihson bilan bo'lganligiga ishonaylik. O'zimizni sadiq ihson yordamida do'zaxdan ozod qila oladiganimizga ishonaylik. Shundaqla butun mol-mulkini fido qilish badaliga Allohning roziligini sotib olgan bu Suayb ar-Rumi radhiyallohu anhu esimizga olaylik. U va uningdek kishilar haqida Alloh taolo tövendeki oyatni nozil qilgan edi. Ba'zi kishilar borki, ular Allohning rozisi uchun jinnini fido qildi. Qilgan amali bilan faqat Allohning roziligini tilaydi. Alloh bandalarga to'liq marhamatlidir. Allah yo'lida pul masraf qilish shahidlikdir. Shaksizki, hammamiz Alloh yo'lida shahid bo'lishni orzu qilamiz va ko'pincha holda Alloh yo'lida o'lish eng yuksak nishonimiz degan shiorni takrorlaymiz. Halbuki nafsni shahidlik martabasini qo'lga keltirishni va uning uchun kurash qilishni chin ko'ngildan xohlaydigan kishining eng asosiy yo'li oldi bilan uni bexillik kishilardan ozod qilish bo'lib, bu ish hal bo'lganli bo'lsa, nafs uchun dunyo va uningdagi jimi narsalar arzimas narsaga aylanadi, u o'zini haqiqiy rozi qila oladigan ikkinchi bir tarafga intiladi. Alloh taolo bunday deydi: "Poklanish uchun mol-mulkini yaxshilik yo'lida sarf qilgan odam uningdan, ya'ni o'tda yiroq qilinadi. Uning qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, faqat ulug' Parvardigorining roziligi uchundir." U, ya'ni ihson qiluvchi odam Parvardigorining bergan mukofotidan cho'qim rozi bo'ladi. Layl surasi 17-oyatdan 21-oyatgacha. Undaqda ushbu xayr ihson qiluvchining mukofotga sazovor qilgan narsa nima? Albatta, bu uning mol-mulkidan xayr ihson qilishidir. U ana shu xayr ihsonlarini o'z ixtiyorligi bilan sarf qilgan tursa, qandoqmi u oliy martabalarga yetmay qolsin? Bu uni ajoyib bir yuksaklikka ko'taradi va uni Alloh roziligiga erishtiradi. U, ya'ni ihson qiluvchi odam Parvardigorining bergan mukofotidan cho'qim rozi bo'ladi. Demak, Alloh yo'lida ko'plab pul sarf qilish va uni o'zmay davomlashtirishga asosiy maqsad insonni zamonga tortib turuvchi narsalardan va qalblarni dunyoga ta'alluq qiluvchi narsalardan xalos qilishdir. Agar bu amalga oshirilganlik bo'lsa, banda Alloh roziligiga erishish uchun o'z yerini fido qilishga ikkilanmaydigan bo'ladi. Sen bu xil bandaning Alloh yo'lida shahid bo'lish uchun imkoniyatning barcha urinib boqadiganligini ko'rsan. Alloh taolo bunday deydi: "Ey mu'minlar, sizlarni qattiq azobdan qutuldirgan bir tijoratni ko'rsatib qo'yaymi? Allohga va uning payg'ambariga chin iymon etqaysizlar. Allohning yo'lida me'lonlar bilan, jinonlar bilan jihad qilgaysizlar. Agar bilsanglar, sizlar uchun bu yaxshidir." Saf surasi 10-11-oyatlar. Alloh taolo yana bunday deydi: "Ey mu'minlar jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki ig'ir bo'lgan holatda, ya'ni mayli yosh, qari, piyoda, ulug'liq bo'linglar, o'ngishliq va qiyin sharoitda bo'linglar, ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'linglar, hamma ahvolda jihodga chiqinglar. Allohning yo'lida me'lonlar bilan, jinonlar bilan jihad qilinglar." Tavba surasi 41-oyat. Ahvol shunday ekan, yana nimaga qarab turamiz? Biz tong otgan yoki attigan vaqtlarda bo'lsin, kesal yoki boshqa sinoq kelganda bo'lsin va yoki duo qilganda bo'lsin, sadiq ihson qilishga, zamin va osmonning parvarishgori bo'lgan Allohning muvaffaq qilishi va yaxshilikni qo'lga keltirishga aldayli.
Her qandaq mühim bir ishqa tutish qo'yishdan avval hamda har qatim bizga tushuncha va osonlik darvoza taqalgan aman shundaqla biror gunoh sodir qilib qolgan va yoki rioya qilishga tegishli haqlardan birariga sal qarab qolgan vaqtlarimizda darhol sadiq qilishga oldirayli. Mayli kecha bo'lsin yoki kunduz bo'lsin, xushallik yoki qayg'uda bo'lsin, oshkor yoki maxfiy bo'lsin, uzmay sadiq ihson qilayli. Va payg'ambar alayhissalomning bunu so'zini har vaqt o'zimiz eslatib turayli. Sadiq qilish bilan bandaning mili xurab qolmaydi. Ahir deydiğimiz shuki, kishining o'zining oshdan oshqonni berishi eng yaxshi sadiqadir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom bunday deydi: "Ustun qo'l bergan qo'l, ostdan qo'ldan olgan qo'lda yaxshidir. Berishda o'zingga yaqin kishilardan boshla. O'zining oshdan oshqonni berish eng yaxshi sadiqadir." İmam Buxoriy rivoyat qilgan. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, biz Doktor Mejdi Hilalining avval iymon nomli kitobini o'qib 5-bob kelgan. O'qishni davomlashtiramiz. 5-bob zikr qilish va tafakkur yurgizish. Alloh taolo bunday deydi: "Maqsadinglarga erishish uchun Allohni ko'p yod etinglar." Cuma suresi 10-oyat. Abu Darda radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom: "Men sizlarga amallaringlarning yaxshiroq bo'lgan va Parvardigoringlarning nazarida pokroq, darajanglar ichki yuqoriroq bo'lgan va sizlar uchun oltin kumush sadiq qilingandanmi, dushmaninglarga uchrashib sizlar ularning bo'yinlariga, ular sizlarning bo'yinlaringlarga urgandan yaxshiroq bo'lgan amaldan xabar beraymi?" dedi. Sahabelar shunda qilgan ey Rasululloh dedi. Payg'ambar alayhissalom u bo'lsa-mu Alloh taolani yod etish dedi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Abu Musa Ashari radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan bunday rivoyat qiladi: "Parvardigoriga zikr aytib turgan odam tirik odamga o'xshaydi. Zikr aytib turmaydigan odam o'lik odamga o'xshaydi." Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Jannatning tomlari zikr orqali bino qilingan. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: "Men osmonga ilib chiqilgan kechasi Ibrohim alayhissalomga uchrashdim. U menga: "Ey Muhammad, ummatingga mendan salom aytqin. Ular xabar qilganki, jannat tuproqi pok, suvi tatliq, bepoyon kengri joydir. Uning ko'chatlari Alloh taoloni pok deb e'tiqod qilaman. Barliq hamd sana Alloh taolo xosdir. Bir Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh taolo eng ulug'dir" degan so'zlardir dedi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Demakki, jannat tomlari zikr orqali qurilgan bo'lib, banda zikrdan to'xtagan kuni farishtalarmi uning uchun bino qilishdan to'xtaydi. Agar u zikr qilishni boshlasa, farishtalarmi uning uchun bino qilishga boshlaydi. Qalblar faqat zikr orqali yashnaydi. Abu Darda radhiyallohu anhu bunday deydi: "Har qanday narsaning julosi bo'ladi. Qalbning julosi bo'lsa, Allohga zikr etishdir." Ibn Qayyim rahimahulloh ustozi Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahullohning bunday deganligini naql qildi. Qalb zikr uchun xuddi baliqning suvga ehtiyoji bo'lganidek ehtiyojlidir. Navodi baliq suvdan ayrilib qolsa, uning ahvoli qanday bo'lar? Zikr insonni qo'g'landi shaytondan himoya qiluvchi qo'rg'ondir. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda bunday deydi: "Sizlarning Allohga zikr etishinglarni buyurayman. Zikr qiluvchining misoli dushman orqasidan qo'g'layotgan bir qo'rg'onda o'zini dushmanning sharridan saqlagan kishining misoliga o'xshaydi. Ana shuningdek, banda o'zini faqat Allohni eslab, ona zikr aytib turish orqali o'zini shaytonning sharridan saqlab qoladi." Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Imom Abu Amid al-G'azzali bunday deydi: "Agar sen Allohga zikr aytish tiliga yenik, jafos oz bir amal tursa, qandoq bo'lib shuncha jafoliq ibodatlar ichida u eng afzal va eng manfaatli ibodatga aylanib qoldi deb so'rag'dak bo'lsang, bilginki, haqiqiy manfaatlik va qalbga ta'sir qilgan zikr u huzur qalb bilan davomli qilingan zikrdir. Ammo qalbni beparvoz qilgan til bilan qilingan zikrga kelsak, uning foydasi yo'q deylikdir. Shunlashqa payg'ambar alayhissalom bunday deydi: "Bilib qo'yinglarki, Alloh taolo g'ofil va beparvo qalb bilan qilingan duoni ijobat qilmaydi." Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Ibn Qayyim rahimahulloh bunday deydi: "Shariat savob bo'lganligini bekitgan har qanday so'z xuddi payg'ambar alayhissalom aytganidek mukammal so'zdir." Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: "Kimki Alloh taoloni pok deb e'tiqod qilaman, Alloh taoloni madiyalayman deganni kunda 100 qatim desa, uning gunohlari dengizning ko'p bo'lgandan-mi yo'q chiqariladi." Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Mana bu faqat tilda degan bo'lsa-la berilgan ajr emasdir. Shundaq,
Kimki yuqorqilarning ma'nilaridan g'afil qolgan va e'tiqodlar ustida tafakkur yurgizishni yuz o'rgan, qalbi bilan til orasida birdaklikni saqlamagan, e'tiqodlarining qadr-qimmatini tanımagan va haqiqatini bilmagan holda tilida zikr aytgan bo'lsa va uning uchun savob umid qilgan bo'lsa, shubhisizki xatolik qalbdagi his asosan o'chirildi. Amallar shakllari va soniga asosan selishtirilmaydi. Faqat qalbdagi o'rniga asosan selishtiriladi. Ular arasidagi fazilat xuddi osmon zamin arasidagi bo'lib, bu xuddi ikki odam bir safda turib namoz o'qisimi, ammo u ikkisining namozining bir-birinikidan osmon zamincha farqlanadiganligiga o'xshash ishdir. Qanday qilganda qalbni zikr orqali hayotlikka erishtirgili bo'ladi? Zikrning ahamiyati shunchalar muhim bo'lsa, undaqda biz iymonni uyg'otish va qalbga hayotlik qilib kelishda uningga qanday foydalanishimiz kerak? Boshqacha qilib aytganda, qanday qilganda to'g'ri va manfaatli zikr qilgili bo'ladi? Ibn Qayyim rahimahulloh bu haqda mundaq deydi. Zikr ba'zida qalb va til bilan qilinadi. Mana bu eng afzal zikr qilishdir. Yana ba'zida zikr qalb bilan bo'ladi. Mana bu zikrning ikkinchi darajasidir. Yana ba'zida bo'lsa zikr faqat til bilan bo'ladi. Mana bu zikrning uchinchi darajasidir. Demak, zikrning eng afzali qalb va til birdaklik hosil qilgan zikrdir. Yalğız qalb bilan qilingan zikr bo'lsa, yalğız til bilan qilingan zikrdan yaxshidir. Chunki qalb bilan qilingan zikr faqat qalbda barakat paydo qiladi. Muhabbat o'tini jonlantirib, hayotlikni uyg'otadi. Qo'rqinch paydo qilib, doim o'z-o'ziga diqqat qilishga chaqiradi. Hamda itoatli amallarda xato sodir qilishdan va gunoh ma'siyatlarga, yomon ishlarga sal qarashni oldini oladi. Ammo yolg'iz til bilan qilingan zikr bo'lsa, u yuqoridagi ta'sirlarni hech birini olib kelmaydi. Agar biror foyda olib keldi degan taqdirdami, uning olib kelgani unumsizdir. Shunisi amaliyotki, zikr ibodatida qalb bilan tilni birlikka qilish bizga kishilarga to'lim mushaqqatli bir ishdir. Shunaqla aramizda bu to'g'ri shikoyat qilmaydiganlarni asosan uchirtilmaymiz. Bu ish bizning qo'limizdan keladigan ishlar jumlasidan emas. Chunki zikr qalbdagi iymonni jilolantiradigan ibodat bo'lib, biz zo'q va huzuriy qalb bilan amal qilishni o'zimiz qancha majburiyat qilmayli, uzun o'tmayli tilimizning boshqa yerda, dilimizning boshqa yerda kezayotganligini his qilmay qolmaymiz. Zikr bo'lsa qalbdagi barliq ubudiyat ma'nilarini o'tirg'a olib chiqquchi va qalb bilan til orasida birdaklik hosil qilishda muvozanatlik rol o'ynaydigan muhim omildir. Xuddi Imom Ibn Qayyim rahimahulloh aytgandek, qalb qozonga o'xshasa, zikr uningdagi chumich va sabit qatorliqlarga o'xshaydi. Undaqda zikrning dastlabki bosqichi qalbga Allohdan qo'rqish tuyg'usi, Allohning haybati va buyukligi, Allohga bo'lgan umid, muhabbat, yuzlanish, bo'ysunish, muhtoj bo'lish va Allohga bosh egish qatorliq ma'nolarni akilishdan iboratdir. Qalbdagi mana bu ma'nolar va ma'rifatlarni yanada kuchaytirishning usuli Qur'on haqida va o'qilayotgan Qur'on oyatlarining ma'nolari haqida, koinot va uningdagi ibrat mo'jizalar ustida ko'plab tafakkur yurgizishdir. Alloh taolo bunday deydi: "Shubhisizki, osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turadi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizadi. Ular aytadi: Parvardigorimiz, buni bekor yaratmading. Sen poktursan. Bizni do'zax azobidan saqlagin." Yuqorqi muborak oyat karimida Alloh taolo bizni osmon va zaminning ajoyibotlariga nazar silish va buning yaratilishining buyukligi ustida tafakkur qilishga rag'batlantirgan bo'lib, bu xil tafakkur zikr bilan birlashtirilganda qalbda Allohdan qo'rqish va uning yuzlanish o'tirg'i chiqadi. Parvardigorimiz, buni bekor yaratmading. Sen poktursan. Bizni do'zax azobidan saqlagin. Yuqorqi oyat bizga zikr qilish va tafakkur yurgizishning qanday unumli foydalanish kerakligini ro'shan suratlab bergan va zikr va tafakkurni bir-biridan aslo ayirib etmasligimiz kerakligini o'tirib qo'ygan. Shubhisizki, suyumli payg'ambarimiz bizni yuqorqi oyat ustida yaxshi o'ylanishimiz va bu oyatga amal qilishimizni amr qilgan bo'lib, Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilingan bir hadisda Oysha radhiyallohu anha bunday deydi: Ushbu oyat payg'ambar alayhissalom nozil bo'lgan vaqtda payg'ambar alayhissalom namoz o'qishga boshladi. Bilal radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom huzuriga azon to'g'lash uchun kelganda payg'ambar alayhissalomning yig'layotganligini ko'rdi. Shuning bilan u: "Ey Allohning elchisi, Alloh sizlarning ilgirki va keyingi gunohlaringni mag'firat qilgan emasmidi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom uningga bunday dedi: "Ajiba, men shukr qilguvchi banda bo'lishni yoqtirmamdiman.
Halbuki mana Alloh taolaning shubhasizki osmonlarning va zaminning yaratılışida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egillari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turadi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizadi degan oyat nozil bo'lgan tursa, qandoqmi yig'lamay tura olayman? Ondan payg'ambar alayhissalom yana mundaq dedi: "Mushu oyatlarni o'qib turib, oyatlar ustida tafakkur yurgizmagan kishining holiga voy." İmam İbn Hibban rivoyat qilgan. İmam Qurtubi mundaq deydi: Olimlar aytadi, uyqusidan uyg'ongan har qanday kishining yuzini surtayotganidan keyin payg'ambar alayhissalomga ergish yuzidan mana bu 10 oyatni, Ali Imron surasining oxirgi 10 oyatini o'qishi, orqadan bekitilgan namozlarni o'qib bo'lib, tafakkur bilan amal ibodat arasini jami qilish mustahabdir. Chunki ikki sahih hadislar to'plamida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Ibn Abbos ammasi Maymuna radhiyallohu anhaning uyida qo'nib qolgan vaqtdagi ahvollarni rivoyat qilib mundaq deydi: Ondan payg'ambar alayhissalom o'rnidan turdida yuzini surtib o'tganidan keyin Ali Imron surasining oxirgi 10 oyatini o'qidi. Ondan tahorat elish uchun tayyorlab qo'ygan suyini elib tahorat oldi va 13 rakat namoz o'qib chiqdi. Allohning rahmati sizlarga bo'lsin-ki, sizlar payg'ambar alayhissalomning mahluqotlar ustida tafakkur qilish bilan orqadan namoz o'qishdek ikki ibodat orasini qanday jamiyalikka qaranglar. Zikrni tafakkurga bog'lashning muhimligi. Zikr qalbning jini va uning abi hayoti bo'lganidek, tafakkur kishiga ishonchni miras qoldiradi. Abu Darda radhiyallohu anhudan so'raldi: "Siz amallar ustida tafakkur yurgizamsiz?" Abu Darda javob berdi: "Shundoq, chunki u ishonch paydo qiladi." Hasan al-Basri radhiyallohu anhu aytadi: "Bir soatlik tafakkur bir kish qiyam turib namoz o'qigandan afzal." Ibn Qayyim rahimahulloh aytadi: "Tafakkur va zikr turli ma'rifatlarni, iymon va ihson haqiqatlarini hosil qiluvchi ayrim manzil bo'lib, arif avliyo kishi tafakkur bilan tang zikr qilishni, zikr bilan tang tafakkur yurgizishni, toki uning taqalgan qalbini bandalarga marhamat ishini ochquchi va hammani bilib turuvchi Alloh o'z izni bilan ochgan qadar izchil davomlashtirishni hamisha o'ziga odat qilgan kishidir." Hasan al-Basri radhiyallohu anhu yana mundaq deydi: Haqiqatan bir bölük aql kishilar hamisha tafakkurni zikr bilan tang qilishni, zikrni hamisha tafakkur hamroh qilishni o'zlarining odatiga aylantirdi. Shuning bilan ular qalblarini so'zlayotgan edi. Qalblari faqat hikmatni so'zladi. Demakki, ishning dastlabini tafakkur bilan boshlash, orqadan unga munosib shaklda zikr qilishni agashtirish kerak. Chunki inson gunohlari ustida va Alloh uchun qilgan kamchiliklari haqida o'ylanib, qilmish etmishlarini bir-birlab eslagan, buningga agashtirib istig'for aytganida bu xil tuyg'uda aytilgan istig'forning boshqa sharorati va o'zgacha ta'sir bo'ladi-ki, bularni tafakkursiz qilingan zikrda his qilish mumkin bo'lmaydi. Buning siri qalbning tilning aytganlarini qabul qilishi bo'lib, bu qalbning Allohning afusiga va mag'firatiga muhtoj ekanligini his qilganligidandir. Mana bularni Alloh taolaning mono so'zi ta'kidlaydi. Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ali Imron surasi 135-oyat. Bularni yana Allohning mono so'zida ko'ra olamiz. Hammadan ustun Parvardigorning nomini pak e'tiqod qilgan. U butun mahluqotni yaratdi. Ularni bijirim, ya'ni chiroyli va munosib shaklda qildi. Mahluqotga foydali ishlarni taqdir qildi. Ularga foydalanish yo'llarini ko'rsatdi. O't-cho'plarni o'stirib berdi. Ondan ularni qaramtul quruq o't xasga aylantirdi. A'lo surasi 1-oyatdan 5-oyatgacha. Yuqorqi oyatda tasbih aytishi Allohning mahluqotlaridagi qudratini eslash bilan birga tilga Yuqorqi oyatga o'xshash ma'nolar Voqea surasida tilga bo'lib, surada Alloh taolaning mutlaq buyuk qudratlari, Allohning buyukligi va uning hamma idora qiluvchi zot ekanligi qatorliqlarni his qildiradigan oyatlar orqa-marqa keltirilgandan keyin Alloh taolo bizni tasbih aytish buyurib mundaq deydi: Sizlar yondirayotgan o'tni deb biqinglarchi. Uning darxini, ya'ni murxu, ubar nomli birining shexini biriga surishsa, o'l turibla o't oladigan daraxtni sizlar o'stirdinglarmi yoki biz o'stirdirikmi? Uni biz ibrat va yo'lovchilar foydalanan narsa qildik. Ulug' Parvardigoringni mushriklarning iftirolaridan pok e'tiqod qilgan.
Vakıa suresi 71. ayetten 74. ayetgacha. Mana bu kalbimizni dunyo dengizi uzdirgan holda tilimizda qayta-qaytalab aytadigan zikr tasbihlerimizdan cheksiz farqlangan tasbihdir. Qalbni tafakkurga va zikrga loyiqlashtirish. Qalb bilan til orasida birdeklik hosil qilish uchun zikrni tafakkur bilan bog'lashning muhimligiga oydinlashdi. Endi so'zimiz tafakkur yurgizishimiz kerak bo'lgan sohalar haqida bo'ladi. Biz bu haqda yangi bir narsani o'ttirib olib chiqmayotimiz. Balki Qur'on Karim bu sohalar haqida ko'plab to'xtalgan bo'lib, qalbda ubudiyat ma'nilarini mustahkamlash va iymon darajasini yuqori chekkaga yetkazishda tafakkur sohalarining intayin muhim o'rin turganligi sababli talay qatim bizlardan ana shu sohalarda tafakkur yurgizishni talab qilgan edi. Mana bu sohalar uchun qalbni hozir qilgan va yaxshi tayyorlik qilgan holda yetarli vaqt va maxsus o'rin hozirlashga kafolatlik qilganlar bo'lsak, Allohning izni bilan bu sohalarning qalbimizga buyuk ta'sirini ko'rsatadiganligiga gap ketmaydi. Shuning uchun oldi bilan qalbda ana shu sohalarga qarata salohiyat bo'lishiga yordam bo'ladigan amallarni qilish lozim. Bular tuvandikicha. Birinchi, Allohdan davomli qo'rqib turish. Alloh taolo bunday qo'ydi. Allohdan qo'rqqan odam va'z nasihatni qabul qiladi. A'lo surasi 10-oyat. Alloh taolo yana bunday qo'ydi. Ular osmonni qandoq tuyruqsiz barpo qilganligimizga, uni yo'lsizlar bilan bezganligimizga, uningda hech qanday yo'qligiga qaramamdi. Yer yüzü to'g'risida va uzunsiz usul keng yaratdik. Yer yüzida uning tavrak ketmaslik uchun tog'larni qildik va uningda turli chiroyli o'simliklarni o'stirdik. Allohga qaytquchi har bir bandiga Allohning qudratini ko'rsatish uchun va Allohning ulug'ligini eslash uchun shunday qildik. Qaf surasi 6-oyat, 8-oyatlar. Ikkinchi, Qur'onni tafakkur bilan o'qish. Mana bu qalbni ilohiy bayonlarni qabul qiladigan salohiyatga ega qilishning muhim omillaridan biri. Bu amil zikr ve tefekkür arasını cemlep, ilgisini kainat alemine nazar silish ve nazar qilganlardan ibret edish qatorliqlarga yetaklaydi. Üçüncü, qalbni tirik turish ve hayati kuchga to'ldirish. Qalbga yuklangan nur qanchalik bo'lsa, uning farosat kuchi va oyatlardan ibret edish iqtidori shuncha bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda bunday qo'ydi. U faqat tiriklarni ogohlantirish, kafirlarga azobning tegishli ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan vaz-nasihat va ro'shan Qur'ondir. Yasin surasi 70-oyat. 4. Huzuriy qalb bo'lish. Yuqorqilarni o'rnash bilan birga ularning hammasiga huzuriy qalb bo'lish lozim. Ibodat vaqtlarida qalbni boshqa ishlar bilan mashg'ul qilmaslik, navbatda umid qilinayotgan iymoniy ta'sirlarni hosil qilishning eng muhim omilidir. Ibn Qayyim rahimahulloh bunday qo'ydi. Qalbda ma'rifat hosil qilishning chorasini Alloh taolo buning so'zida bayon qilgan. Buningda haqiqat ustida fikr yurgizgan qalbga ega odam yoki vaz-nasihatga huzuriy qalb bilan quloq soladigan odam uchun albatta vaz-nasihat bor. Qaf surasi 37-oyat. Demak, Alloh taoloning so'zlari vaz-nasihatdir. Uningdan faqat tövendikidek 3 shartni ado qila olgan kishilar manfaat ola oladi. Birinchi, qalbning tirik va sa'yik bo'lishidir. Qalb navori bularni yo'qotib qo'ysa, vaz-nasihatdan manfaat ola olmaydi. Ikkinchi, anglayotgan oyatlarga diqqat bilan quloq solish va xitob qilingan har bir nuqtalarga diqqatni burab turishdir. Navodi bu o'rindalmasa, o'xshashlar Allohning kalomi anglovchiga manfaat qilmaydi. Uchinchi, qalbni va zehnni so'zlanayotgan oyatlarga hozir qilishdir. Navodi u qalbni buning hozir qilmay, boshqa bir olamga yo'l qo'yib qo'ysa, o'xshashlar Qur'on xitoblari uning qalbiga tegmaydi. Mana bular xuddi biror shayning haqiqatini faqat ko'rish quvvati bo'lgan va shu shay'i tarafga diqqat bilan boqqan hamda qalbini uningdan o'zga mashg'ul etmagan kishilar ko'ralgandek bir ish bo'lib, navodi u ko'rish quvvatini yo'qotgan yoki shu shay'ni nishon ololmagan va nishon olgan bo'lsa-mu qalbini boshqa bir o'ringa band qilib qo'yganida qarshi tarafni idrok qila olish mumkin bo'lmaydi. Masalan, qalbingni boshqa bir ish bilan band qilayotgan chog'ingda yoningda birov o'simi mis qilinmaydigan ishlar bo'ladi. Shunlashqa bu xil ishlarda qalbning sog'lom va hozirlik ichida bo'lishi hamda komil diqqatli bo'lishi talab qilingan. Demakki, tafakkur yurgizish va zikr bilan mashg'ul bo'lish sohalarga yo'nalishdan avval yuqori tilg'angan 4 turlik ishning amalga oshirilgan bo'lishi qalbni zikr qilgudek soatga ega qilishning muhim shartlaridan biridir. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram qarindoshlar, Doktor Majidalining avval iymon nomli kitobini o'qib 296-betga kelgan o'qishni davomlashtiramiz. Tafakkur yurgizish tegishli sohalar. Birinchi soha mavjudiyat to'g'risida tafakkur qilish. G'azzali bunday deydi:
Allah'ın tanış ve mevcudiyet doğrusunda Allah'ın ulug'lash, Allah'ın mo'jizalari to'g'risida tafakkur qilish va tangdoshsiz yaratishga hikmatni tushunish orqali amalga oshadi. Bu yaqin, keskin iymonning shakllanishiga turtki bo'ladi. Alloh taolo aqllarni yaratgan va ularga vahiy orqali yo'l ko'rsatgan. Ularni yaratilgan narsalardagi mo'jizalar to'g'risida tafakkur yurgizishga va ibrat olishga buyurgan. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Ular Allohning qudratiga ishonmamdi. Anbiya surasi 30-oyat. Aytqinki, osmonlardagi va zamindagi narsalarni ko'z tinglar. Uningdan boshqa har qanday aql tushunadigan ochiq oyat va dalillarmi ko'p. Mana bular Allohning yaratgan maxluqotlaridir. Menga ko'rsatib beringlarki, Allohdan boshqa ma'budlaringlar zot nimalarni yaratdi? Luqman surasi 11-oyat. Allohning maxluqotlarini yaratishga tangdoshsiz kuch ifodalangan misollar nihoyat ko'p bo'lib, Allohni tonish va uning qat'iy iymon etish uchun bu misollar to'g'risida tafakkur yurgizish kerak. İnsanның yaratılışı bu misallarning biridir. Alloh taolo mundaq deydi: "İnsan nimishqa yaratilganligiga qarasin. Ziminda va o'zinglarda Allohga chin e'tiqod qilganlar uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmamsizlar? Biz insonni haqiqatan layning javharida yaratdik. Ondan uni bir puxta qarorgoh, ya'ni betchidanda joylashgan obimani qildik. Ondan obimani laxtiqonga aylantirdik. Ondan laxtiqonni parcha go'shtga aylantirdik. Ondan parcha go'shtni so'ngakka aylantirdik. Ondan so'ngakka go'sht qo'ndirdik. Ondan uni jon kirgizib boshqa maxluqqa aylantirdik. Eng mahir yaratuvchi Alloh hikmat va qudrat jihatdan ulug'dir." Mü'minun surasi 12-oyatdan 14-oyatgacha. İbn Qayyim rahimulloh mundaq deydi: Qur'onda bu şekildeki ayetler nihoyat ko'p. Bu ayetler yaratılışning dastlabki, o'rta va oxirgi bosqichlariga qarashga va tafakkur qilishga chaqiradi. Chunki insonning o'zi va yaratilishi eng chong dalildir. İnsonga eng yaqin bo'lgan dalil dal insonning o'zidir. İnsonda Allohning ulug'ligiga ishora qilingan mo'jizalar bor. İnson umri oxirlashmoqcha bularni bilolmaydi. U buningdan g'ofil, bularni o'ylashdan uzoqdir. İnsanның nafsi to'g'risida tafakkur qilish orqali o'rganganlarimi Alloh yaratgan mo'jizalarni inkor qilishdan to'sadi. Alloh taolo mundaq deydi: "Insonga la'nat bo'lsinki, u ajab kafir bo'ldi. Alloh uni nimadan yaratdi? Alloh uni obimanidan yaratdi. U to'liq yaratilib bo'lguncha Alloh uni bir qancha bosqichlarga bo'lib, paydin-pay yaratdi. Ondan uningga ma'ad yo'lini osonlashtirib berdi. Ondan uni vafot qildirdi. Uningga ko'miladigan qabrini barpo qildi. Ondan Allah uni xohlagan vaqtda tirildirdi." Abasa surasi 17-oyatdan 22-oyatgacha. Allah sperma, qon, go'sht parchasi va tuproqni faqat mushular to'g'risida paron qilsin va bu orqali Allohni tonisin deb qulqimizga anglatib turib takrorlamadi, balki bularda ma'lum bir sababning borligini bildirish uchun xitob qildi. Endi ko'radigan ko'zlar bilan sperma qarab boqayli. Bu arzimas va maynet suv tomchisidir. Ma'lum vaqt quyib qo'ysa buziladi va purashqa boshlaydi. Hammani biladigan va hammaga qodir Allohning qudratini ko'rsatib beradigan va amriga itoat qiladigan bu spermani bellardan va ko'kraklardan qandoq chiqarib, yo'lning tor va farqli bo'lishiga qaramay o'z joyiga qandoq yetkazganligiga qarang. Alloh erkak va dishini qandoq birlashtirib, uning so'yiga ato qildi. Erkak va dishini shahvat va so'ygi zanjiri bilan bolaning yaratilishi va shakllanishiga sabab bo'lgan jinsiy munosabat qandoq o'zlandirdi. Bu ikki suvning birlashishi, ularning eng ichki tomirlardan va a'zolardan eqishi va bir yerga to'planishi va sog'lom bir yerga joylashishini qanday kuchga amalga oshirdi? U shundoq bir joyki, uni buzadigan havo kelolmaydi. Hech qanday sovuq uni to'ndira olmaydi. Hech qanday to'silg'i uningga yetib bora olmaydi. Hech qanday ofat uningga ta'sir qila olmaydi. Ondan bu parqaroq oq spermni laxtiqonga aylantirdi. Ondan uni rangi, shakli va tarkibi laxtiqonga o'xshamaydigan go'shtga aylantirdi. Ondan u go'shtning shakli, ko'rinishi, tarkibi, rangi ayon bo'lgan so'ngakka aylantirdi. O'xshash bir narsaning qanday bo'lib nervlarga, so'ngakka, tomir limpalarga, qattiq va yumshoq shaylarga aylanganligiga qarang. Ondan ularning bir-biriga zich bog'langanligiga qarang. Ularga go'shtning qanday birlashtirilganligi, har biriga parda va mudofaaning qanday o'rnashtirilganligiga qarang. Go'sht so'ngakning ustida turadi va uni mudofaa qiladi. Uningga eng go'zal shaklning qanday berilganligi, quloq, ko'z, og'iz, burun va boshqa kirish chiqish yo'llarining qanday o'rnashtirilganiga qarang.
Qo'l va putlarini uzun qildi va uning uchlaridan barmoqlarini chiqardi. Ondan uning ustiga tirnoqlarini o'rlashtirdi. Yurak, oshqozon, o'pka, jigar, tal, balyatqu, do'soq, uchay qatorliqlardan tarkib topgan ichki a'zolarni joylashtirdi. Ularning har birining o'z oldiga kuchi va roli bor. Allah ig'izni bandaning eng chiroyli yeriga joylashtirdi. Uningda odamning aqli yetmaydigan parchalar, so'zlash, titish, chaynash asboblariga o'xshash bir munch iqtidorlarni yaratdi. Allohga ishora qilingan mo'jizalardan biri bo'lgan tilni o'rnatdi. Uni a'zolarining tarjimoni qildi. Ondan Alloh ig'iz uchun go'zallik va bezak bo'lgan tishni o'rnatdi. U orqali badanni kuchlantirdi va qo'lladi. U tishlarning bir qismini ezish, bir qismini kesishga ayirdi. Yiltizini sog'lom, uchlarini o'tkir, rangini oq qildi. Xuddi unchidek go'zal shaklda muvofiq tartibda tuzdi. Alloh ularni ikki tom bilan qurshidi. Uningga talay hikmat va foydalarni joylashtirdi. Bular kalpiklardir. Allah uning rangini, shaklini va o'rnini chiroyli qildi. Ularni ig'izdan yopquchi va tovushlarni chiqarishga yordamchi qildi. Til va uning atrofidagilarni joylashtirdi. Kalpikning so'ngsiz, go'shtli yaratilishi, shu sababli uning bir narsani sumirishi va ichilish yapishning oson bo'lishi Allohning hikmatlaridan biridir. Allah bo'g'izni torliq, kenglik, uzun qisqalik, yumshoq qattiqlik, agar bugurlikda o'xshash bo'lmagan shaklda yaratdi. Bu orqali ovozning farqli bo'lishi shakllangan. Ikki ovozning bir-biriga o'xshab qolishi nihoyat oz ko'riladi. Allah bandaning quroli va yashil sarmoyasi bo'lgan ikki qo'lni yaratgan va u bandaning xohlagan yeriga yetkazgili bo'ladigan shaklda uzatgan. Tutib ichish uchun alqonni shakllantirgan. Har bir qo'lga 5 ta barmoqni joylashtirgan. Bosh barmoqni 2, qolgan barmoqlarni 3 bo'g'imga ayirgan. Barmoqlarning birlikda egallashi uchun 4 barmoqni bir tarafga, bosh barmoqni yana bir tarafga qo'ygan. Bu orqali tutish, qo'yish va ish qilishga qulaylik yaratgan. Hammaga qodir, aziz va olim Alloh bularni odatdagi suv tomchisidan barpo qilgan. Uni yolg'onga chiqarganlarga la'nat. Uni inkor qilganlarga gumroh bo'lsin. Allah yaratgan mo'jizalar orasida yurak, jigar, tal, o'pka, uchay, balyatqu va boshqa qaltis kuchli o'xshamagan ixtiyorlarga a'zolari bilan birga yana ko'rgili bo'lmaydigan narsalar mavjud. İnsanның yaratılış hikmetidagi eng kichik omilga diqqat qilishmi odamning kallasiga nurg'un fikr paydo qiladi. Ibn Qayyim osmonlarning yaratilishi to'g'risida mundaq deydi. Bir tomchi suvdan shunchalik buyuk narsa yaratilgan. Hamda osmonlarning yaratilishi, yuksaltilishi, kengaytilishi, aylanishi, go'zallashtirilishi, quyosh, oy, yulduz va ularning orbitasi, shakli, chiqish va petish vaqtlarining tenglishiga qarang. Kichikkin bir zarrachimi hikmatsiz emas. Hatta inson badanidagi mo'jizalardan bakrak sog'lom, mukammal va chiroyli qaratilgan. Yer yuzidagi mo'jizalarni osmonlardagi mo'jizalar bilan solishtirish mumkin emas. Alloh taolo bunday deydi: "Sizlarni yaratish mushkulmi yoki osmonni yaratish mushkulmi? Alloh osmonni yaratdi. Uning egizligini yuksak qildi va kamkutsiz qildi." Naziat surasi 27-28-oyat. Osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashishida, kishilarga foydali narsalarni elib dengizda o'zib yurgan kemalarda, Alloh bulutni yog'dirib bergan, o'lgan zaminni tirildiradigan yomg'irda, yer yuziga tarqatayotgan hayvonotlarda, shamol yo'nalishlarining o'zgarib turishida, osmon zamin orasida bo'ysundirilgan bulutlarda tushunadigan kishilar uchun albatta Allohning birligini ko'rsatgan dalillar bordir. Shubhasizki, osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aqlli illar uchun albatta ro'shan dalillar bor. Qur'onda bu to'g'risidagi mazmunlar nihoyat ko'p. Zamin, dengiz, havo qatorliq osmonning ostidagi hamma narsa Qur'onda ular zikr qilinmagan so'zlar nihoyat oz. Ular orqali ya Allohning mo'jizalarining buyukligi va kengligi xabar qilinadi, yoki ular orqali qasam qilinib, ularga qarashga chaqiriladi. yoki ularning yaratuvchisi va yuksaltuvchisining ulug'liq to'g'risida tafakkur yurgizishga buyuriladi. Ular qiyomat va oxiratda bo'lganlardan xabar bergan Allohning yaratganlariga dalildir. Shundaqla yegani Allohning birligi va Rabligiga dalildir. Mo'jizalarning go'zalligi, yuksaltilishi, hammasining muvofiq moslik ichida bo'lishi, hech qanday nuqsonning bo'lmasligi Allohning hikmati va kuchining mukammal ekanligini ko'rsatib beradigan dalildir. Beshingizni ko'tarib osmonga qarang. Osmonga, yulduzlarga, ularning harakatiga, quyoshga, oyga, ularning chiqish va petishiga, ularning xatosiz holda izchil harakat qilishiga, harakatida qat'iy o'zgarish bo'lmaganligiga qarang. Ondan yil bo'yi o'z orbitasida harakat qilayotgan quyoshga qarang.
Allah bekitgan qoida tartib bo'yicha har kuni chiqib petishiga ozroqmi ilgari yoki keyin bo'lib qolmoqligiga qarang. Agar quyosh chiqib kirib ketmasa edi, kecha kunduz bilinmagan qaysi vaqt bo'lganligini bilgan bo'lmagan bo'ladi. Dunyoni xos qorong'ulik yoki yo'riqlik qoplaydi. Ishlash, uxlash, dam olish vaqtlarini ayrig'li bo'lmaydi. Oyga va uning mo'jizaviy ishoratlariga qarang. Allohning uni qanday qilib inchikibdek ko'rsatganligi, ondan uning nurini qadam-qadam kuchaytirib to'lin oy oltiga kirgizganligi, ondan yana kichikiltib bandalarning hayot va ibodat vaqtlarini belgilash uchun dastlabki oltiga keltirganligini, shu orqali oy va yillarning ayrilishiga, shundaqla uningdagi Allohdan boshqa hech kim hisoblay olmaydigan ne'matlarga, oyatlarga, ibratlarga qarang. Allohning mo'jizalaridan yana biri osmon bilan zamin o'rtasidagi bulutlardir. Eshitmini ko'rgil bo'lmaydigan qora bulutlarga qarang. Yana sap uchiq havo qarang. Allohning uni xohlagan zamonda xohlagan shaklda qanday paydo qilganligiga, yumshoq va bo'shliqqa qaramay osmon bilan zamin orasida ig'ir suvni o'zi bilan birga to'shib yurganligiga, Allohning uning suvni qanday to'shitganligiga, ondan tomchilatib yomg'ir yog'dirishiga, har bir tomchining Allohning hikmati va rahmatiga uyg'un shaklda tushganligiga, yomg'irning yig'ish vaqtining o'xshash bo'lmasligiga, har bir tomchi yomg'ir suyining tushish jarayonida yana biriga tegishib ketmaydiganligiga, u tomchilarning belgilangan joyiga dal vaqtida tushadiganligiga qarang. Bularni tafakkur qilsangiz, barliq insonlar birlashgan taqdirdami, ularning shunday qonuniyatga ega yomg'irdan bir tomchimi yasay olmaydiganligini yoki o'xshash vaqtda tushgan yomg'irni sanashga qodir bo'lolmaydiganligini ko'rasiz. Allohning bandalar, hayvonotlar, qushlar, hasharotlar, qurt qo'ng'izlarga rizq ato qilishiga, ularning ehtiyojlari va ustunligini qanday qilmaydiganligiga qarang. Allohning bilingan mo'jizalari va dalillarini egilganda, Allohdan boshqa ilohning yo'qligini, hech nimning Allohga o'xshamaydiganligini, hech nimaning Allohdan ulug', mukammal to'g'ri emasligini ko'ramiz. Biz oldingi va keyingi barliq insonlar bu mo'jizalarning ondan birini bilishga ojizmiz. Ularning hammasini bilmaslik uni tark etishni ko'rsatmaydi. Ularda ishora qilingan narsaga diqqat qilish lozim. Bular Allohning yaratishini tushunish to'g'risidagi misollardir. Etrafimizga boshqa mo'jizalarni qabul qilishimiz kerak. Masalan, kecha-kunduz haqida o'ylaylik. Kunduz ishlab ketgan Allohdan aram olishinglar uchun Alloh sizlarga kechini qorong'u qilib yaratdi. Tirikchilik yo'lida harakatlanishinglar uchun kunduzni yo'riq yaratdi. Turli hayvonlar to'g'risida o'ylaylik. Tugining qanday yaratilganligiga qaramamdi? Tog', dengiz, daryo, o'simlik, havo va boshqa mavjudiyatni o'ylaylik. Ular to'g'risida tafakkur qilaylik. İkinci soha Allohning go'zal ismlari haqida tafakkur qilish. Allohning go'zal ismlarining koinotga ta'siri to'g'risida ko'p o'ylanish, Allohni tonish va uningga qat'iy iymon keltirishga turtki bo'ladi. Alloh taolo bunday deydi: Allohning rahmatining natijalariga qaraganki, u zaminni o'lgandan keyin qanday tirildirdi? Shubhasizki, Alloh haqiqatan o'liklarni tirildirguchidir. Alloh hamma narsaga qodirdir. Allah osmon va zamindagi shaylarni biz uchun vazifaga tayinlagan, hayotimizning qo'yliq bo'lishi va Allohga ibodat qilishimiz uchun Alloh koinotni hisobsiz mavjudotlar bilan yaratgan. Yana bir jihatdan kishini hayron qoldiradigan bu mavjudiyat bandalarning o'z ilohini tanishda turtkul quruqlik sohib qilingan. Ular Allohning ism sifatlarining dalilidir. Har bir harakat qilayotgan yoki jim turayotgan shay'i Allohning abadiyligining shohididir. Har bir shayda Allohning bir mo'jizasi bor. U Allohning birligiga ishora qiladi. Quyoshning yoritilishiga hikmat uning faqat yo'riqlik va energiya chiqarishini ko'rsatmaydi. Aksicha uningda Allohning ism sifatlaridan nurg'unni ko'rishga bo'ladi. Uningda Allohning tangdoshsiz qudrat, rahmat, g'olibiyat qatorliq sifatlarning o'zini ko'ra olamiz. Ibn Qayyim bunday deydi: Maxluqda va vazifaga tayinlangan mavjudotga diqqat qilganda, ularning butunlay Allohning sifati va go'zal ismlarining haqiqatiga ishora qilganligini ko'ramiz. Ular Allohning sanda yaratganlarini o'ttirib chiqarishi uchun yetarlidir. Zaminda o'zinglarda Alloh uchun e'tiqod qilganlar uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmamsizlar? Zariyat surasi 21-oyat. Shuna barliq mavjudiyat ulug' Allohning sifatlarining guvohchisidir. Hammasi Allohning go'zal ismlari va haqiqatiga ishora qiladi. Ularni his qildirdi. Mavjudiyatning turi har xil bo'lg'achqa, ularning ishoralari har xil bo'ladi. Ular aqliy, hissiy, nisbiy, konkret shaklda namoyon bo'ladi. Tafakkur qilish bularni bilishga yordam beradi.
Müminlerning alaylıklardan birimi ayetler doğrusida fikir yürgüzüdü. Ulardan Allah'ın birligi, sifatları ve peygamberlerinin rastlığı doğrusida ilmi yüklerini çıkarıştır. Allah ularga bu alaylıkni nasip kılgan. Allah Taala mundaq deydi: Ayollar bilen unus ülpet elşinler için Allah'ның ularını sizlerning öz sıpınlarda yaratqanlığı, arаңlarda yani er-xotin arasında mehr-muhabbet ornatqanlığı Allah'ның kemali kudretini gösterdiğin alametlerdendir. Fikir yürgüzdiğin kavim için şek şübhesiz ki bunundan nurgun ibretler var. Rum suresi 21. ayet. Toğru düşünce kalplerinin canlanışı, közünün nurlanışı törtki buludu. Allah'ның tanrısız sıfatlarını ispatlaydı. Şuna Allah'ның ayetleri doğrusunda izchil fikir yürgüzüş, tefekkür kılış gerek. Allah Teala mundaq deydi: Şübhesiz ki osmonlarning va zaminning yaratılışida, kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turadi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizdi. Ular aytadi: Parvardigorimiz, buni bekor yaratmading. Sen poktursan. Bizni do'zax azobidan saqlag'in. Ali İmran suresi 190-191 ayet. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida ko'p fikr yurgizish, Allohga qat'iy iymon etish, Allohning hayron qolarlik mo'jizalarini maqsadsiz yaratmaganligini tunib yetishga turtki bo'ladi. Allah yaratgan mahluqotlarning har biri Allohning birligiga guvoh bo'ladi. Allohning sifatlarining ta'siri ular orqali namoyon bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: Parvardigoringning hamma narsani ko'rib turganligi sening rostligingning dalili bo'lishga ular kifoya emasmi? Fussilat suresi 53. ayet. Allah'ın möcüzelerine tutkan muamelemiz, yani tefekkür kılmay, Allah'a bulgan imanımızın küçültüşke şu ispatlardan paylanmaya ötüp gidişlerimiz ne kadar hata? Bu alametlerden yüz örgen gafıllar öler çağda gafletten uygulanıp hakikatini görüp kalsa kançılık esretini biter. Ey insan, dünyadaki çağında bu ağır günden gafletteydin. Hem de perdanı senden götürüp ettik. Bugün közün ötkürdür. Kaf suresi 22. ayet. Ular şu vaqtla Allah'ның ayetlerden yüz örgenlike ve onlardan ibret almaganlık tufayli duçar bulgan zulmetning qanchalik zo'rligini tanib yetadi. Allah Taala mundaq deydi: Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yonidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Fursat ketishdan burun aldirayli. Allohning kitobidagi oyatlarni ko'p tafakkur qilayli va Allohning sifatlarining namoyandalarini tanishga tirishayli. Ibn Qayyim mundaq deydi: Yaratılışının özü yaratqıcının mövcudluq işarədir. Onun barlığına, kudretiga, ilmiga ve maqsadiga sağlam, güzel ve en mükemmel şekilde meydana keltirilganligiga, hikmetiga ve taqdiriga dalolat qiladi. Yaratılışıga yetgan manfaat ve faydalar yaratqıcının rahmeti ve yaxshiligiga dalolat qiladi. Sansız namoyindalar yaratqıcının yaratılışının mükemmel ekanligiga ishora qiladi. Chunki mükemmellikni ato qilguvchiga mükemmellik bekerek loyiqdir. Gözlerini ve tilini yaratışı anlayalaydigan, körüdigan ve sözleyalaydigan boşqa bekerek layıqdır. Hayatlıqni barpa qılğıcı özü hayat boşqa en layıq. Məxluqatlardakı xüsusiyyətlər Allah Taala'nın məxluqatlarını kontrol qılıb turışı və onun xahiş, hikmətlərinə dəlildir. Hər qandaq sualğa mükəmməl cavabın təpilişi Allah'ın barlıq şeylər haqqında kamil ilmə ikənliginin dəlilidir. Bendenin tilkini anlaşı ve ihtiyaçlarına kandırışı, ularga köyünüşü ve merhamet kılışı, özü itaat kılgan ve yakınlaşkanlarına yaxşılık kılıp, derecelerini yukarı götürüşü Allah'ın mehriban ve rahmetlilikinin delilidir. Şuna Allah Teala kitabıda bendilerini bu alaylıklardan faydalanıp yakın çıkırışık çakırgan. Kur'an'da bundak misallar nihayet köp. Aslında yaxşı gözetken adam Allah'ın Halik degen isminin məxluq tarafından, Razzaq isminin rızık ve rızık alğısı tarafından, Rahim isminin dünyadaki rahmetler tarafından, Mu'ti isminin birdemi üzüp kalmay, izcil birilgen rızıklar tarafından, Alim isminin cinayetçi ve asilen cezalaşık alarak etmesi konusunda ispatlanıdır. Allah bildirgenler Allah'ını bildi. Allah bildirmeyenler Allah'ını bilmeydi. Şuna yaratılgıcı onun isim sıfatlarının en büyük gıvahçısıdır. Allah'ın güzel isimleri doğrusu tefekkür koşuna açıkça Kur'an. Bunundan kalsa sahih sünnetlerdir. Doktor Ömer Eşkar mındaqdaydı. Uluq Allah'ın tunuşqa ilip barıdığan en işençlik yol Allah'ın aytqını boyunca vahiy yoludur. Bu ilim en büyük tecellidir. Bu yol işençlik yoruq yoldur. Çünkü yolunun mənbəsi əmmini biladigan ve əmmidən xəbərdar bolğan Allah bilen onun elçisidir.
Allah'tan bekrek bilimlik birisi bolmagan edek, Allah'tan yarattıklar arasında Peygamber aleyhisselamdan bekrek bilimlik birer kişi yoktur. Bu temada tefekkür kılışta kullanışık tegişlik iki yol var. Biri, nurgun ayette oturup koyulgan sıfatlarının namayendisi hakkında tefekkür kılış. Yani biri, yalğız bir ayetlik sıfatlarının namayendisi hakkında tefekkür kılış. Kur'an'da bu iki yolga maskelengan ayetler nihayet köp. Birinci yol boyu qarab bakaylı, Allah Teala mındaqdaydı. Allah her bir candarını sudan yarattı. Ularning ba'zi qo'rqib bilan maqanu, ba'zi 2 fut bilan maqadu, ba'zi 4 fut bilan maqadu. Allah xohlagan mahluqotlarni yaratadi. Allah haqiqatan har narsa qodirdir. Nur suresi 45-oyat. Bu oyatda qodir sifatining nurg'un alomatlarini namoyandalar ishorat qilingan. G'aybning xazinalari Allohning dirgoyidir. Uni faqatla Alloh biladi. Quruqlikdagi, dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. Daraxtdan tökülgen yapraqdan Allah biladigan bir rasmi yo'q. Meyli qarang'u yarastik bir dan uruq bo'lsin, meyli o'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yozilibdir. Bu yerda olim sifatida ishorat qilingan. Biz insonni haqiqatan loyning javharida yaratdik. Ondan uni bir puxta qaragah, ya'ni betchidanda joylashgan obimani qildik. Ondan obimani laxtqonga aylantirdik. Ondan laxtqonni parcha go'shga aylantirdik. Ondan parcha go'shni so'ngakka aylantirdik. Ondan sonraki göç kondurduk. Ondan onu can kirgizip başka mahluqa aylandırdık. En mahir yaratıcı Allah, hikmet ve kudret cihetten uluğdur. Mü'minun suresi 12. ayetten 14. ayetkice. İkinci yol Allah'ın ayetlerden biridiki, Allah'ın isim sıfatlarının namayinleri hakkında düşünüş bulup, bununla tövenlik ayetlerini misal kılımız. Bu kafir insan özünün yemekliklerine ibret nezri bilen qarasın. Biz bulutun zor muhtarı yağmur yağdırdık. Ondan ziminni onun ösümlüklerini çıkarışı bilen yarattık. Sizlerinin ve hayvanlarının menfaatleniş için ziminde açlıklarını, üzümni, ot yaşlarını, zeytunni, xormini, daraxtları koyup, bağışlarını, türlük meyvelerini, ot çöplerini östürdük. Bu yerde yegen tamakı karışımız ve bu tamakın kilişini asıllaştırıp bergen Allah'ın sıfatlarının namayan doğrusu tefekkür kılışımız gerek. Şundula bu yerde El-Hayyu, El-Qayyum, El-Rahim, El-Muhtu, El-Qadir, El-Bedi'u, El-Latif diyen sıfatlarının namayelerini göreleyimiz. Allah Teala mınaqdaydı. Allah sizlerge bulutun yağmur yağdırıp berdi. Onundan işçiler ve şu arkalık ösken dəlləraklar bilen çarvanlarını baksılar. Allah sizlerge şu yağmur bilen ziraatlarını östürüp berdi. Zeytun, xorma, üzüm ve türlük meyvelerini östürüp berdi. Çoğunqur fikir kılgan kavim için bunun da hakikaten Allah'ın kudretini gösteren deliller var. Nahl suresi 10-11. ayet. Bu yerde su ve Allah'ın o arkalık gösterken sıfatları doğrusunda tefekkür örgüsü gerek. Allah Teala mındaqdaydı. Çağır paylarda sizler için hakikaten bir ibret var. Sizlerin çağır paylarının karnındaki mayak tezekten veya kanına ayılıp çıkan pakiz ve temizlik bilen soğurumuz. Nahl suresi 66. ayet. Sütmu Allah'ın nurgun güzel isimleri işaret bulungan mevcudur. Eselmi şundaq. Allah Teala mındaqdaydı. Perverdigarın eserlerisi ilham bilen bildirdi. Tağlarga, daraxtlarga ve kişilerinin eserlerler için yasagan öylürge uğutuzgün. Andın keyin türlük meyveler, yani gül çiçeklerden yigin. Perverdigarın yolları itaatmenlikten kirgin. Onun, yani eserlerisinin karnının insanlara şifa bulduğun kılmışlı rənglik işimlik, yani eser çıkıdı. Bunun da Allah'ın kudretinin çoğunluğunu fikir kılıdığın kavim için ibret var. Nahl suresi 68-69. ayetler. Bu iki usul bilen tefekkür kılış arkalık Allah'ın güzel isimlerinin mahlukatlardaki namayanisini tapalayımız. Su, hava, tamak, daraxt, şamal qatarlıq möcüzelerden biri qarayla. Ondan bu möcüzeleri ifadelengen Allah'ın sıfatlarını sanayla. Yani bir usul boyunca ma'lum bir sıfatını ve onun kainattaki namayanisini oylayla. Mesela qahhar sıfatının doğrusunda oylansak, onun uyku, kesellik, ölüm qatarlıqlar gevlengelikini bayqayımız. Kur'an her ikisini bunu ayeti birleştirgen. Ularga biz taki ularga Kur'an'ның haq ekanligi aniq bo'lguncha osmon zamin va atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatamiz. Parvardigoringning hamma narsani ko'rib turganligi sizning rostligingning dalili bo'lishga ular kifoya emasmi? Bu orqali oyatlardan Allohning borligiga dalil topa olamiz. Oyatlardagi sifat va ismlarning namoyandasini bila olamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mecdi İlali'nin Aval İman namlı kitabı hazırlanlarda. 309. bet. Mühim prensipler.
Tefekkür yürgüz bilen birge siriştiriş, inkar qilish ve perez qilish tek şübhelerge mutala bulmaslık için Ahl-i Sünnet vel Cemaa'nın isim sübetleri toğrusiki itikadını qoğdaş gerek. Doktor Ömer Eşqari mındaq deydi. Selefiler ve imamlarının Allah'ın sübetlerine erkanlıq temsil, uydurma, inkar ve yaki şekillendiriş qılmay isbatlıqalıqını kirvalgılı buludu. Alimlarning bu to'g'risida yozgan kitoblaridan birini mulohaza qilishning foydasi ko'p. Masalan, Muhammad ibn Abil Iz al-Anafiyning Sharhi Aqidatul Tahawiyya, Umar al-Ashqariyning Ahli Sunna vel Jamoa e'tiqodida Allohning ism sifatlari, Hasan al-Bannaning Risalatul Aqaid degandek asarlari buni yaxshi tushuntirib berdi. Bu temada diqqat qilish tegishli yana bir muhim nuqta Allohning ilohiy zoti to'g'risida mulohaza yurgizmaslikdir. Peygamber aleyhisselamның Allah'ın zatı doğrusu mülayiz kılışını çeklegen. Allah'ın yaratqanları doğrusu mülayiz kılışını buyurgan. İbn Ömer'den rivayet kılınışta Peygamber aleyhisselam mundaqdaydı. Allah'ın nimetleri doğrusunda tefekkür kılınlar. Allah'ın zatı doğrusunda tefekkür kılmanlar. Peygamber aleyhisselam bu nokta şeytanın vesveselerden uzak duruşunun yolunu gösterken. U mundaqdaydı. Şübhəsizki şeytan yanılara kelip asmanni kim yarattı dep soraydı. Sorulğuçu Allah dep cevap verdi. Şeytan zeminni kim yarattı deydi. Sorulğuçu Allah deydi. Andan şeytan Allah'ni kim yarattı deydi. Bironlar mushundaq ahvalga kelsa Allah'a ve peygamberge işendim desin. Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaqdaydı. Şeytan inanlarga kelip onu kim yarattı, bunu kim yarattı dep soraydı. Ahırda Allah'ni kim yarattı dep soraydı. Şeytanın vesvesesi Allah'a yetip barganda o kişi derhal Allah'tan panoh tilesin, vesvesesiga hatim bersin. Bu hadis bu xil vesveseden qutuluş ve Adem'nin kalıstı payda bolgan bundaq düşüncelerden yiraklaşışının Allah'a yeliniş ve başka işler bilen meşgul boluş arqılıq amalga aşdığalıqını bayan kılıdı. Bu vesveseden qutuluşun yeni bir yolu bunu hadisi bayan kılıngan. İnsanlar sizlerden sual soruşunu davamlaştırsa ve o suallardan biri Allah hemen nersini yaratqan eken ondaqda Allah'ni kim yarattı degan sual bolsa, onunğa derhal Allah yekkidir, Allah semettir, ne yaratqışıga ne başka narsa muhtaç emas, tug'ilmadi, tug'madi, onun tanışı yok, danlar. Andan sol tarafga 3 qatim tükürüp Allah'a sığınanlar. Şübhəsizki şeytan hiç kimge yaxşılıq dilemeydi. Şuna Allah ve Peygamber aleyhisselam gösterken kurallar bilen güreş koyup şeytanını qiyin ahvalga duçar qilishimiz gerek. Bu temini ahlaştırıştan burun İbn Qayyimning Allah'ның güzel isimlerinin namayini hakkında tefekkür qilishning ahmiyeti to'g'risida mono so'zlarini naql qilamiz. U mundaq deydi. Allohga ismlari va sifatlari orqali ketish odamni hayron qoldiradigan ishdir. Bu onu ardırmay, işletmey, öz joyidan ayırmay, uydan chiqarmay turib xushalliqqa erishtiradi. Tog'larni turg'un holatda gumon qilasan. Halbuki ular bulutdek churklab turdi. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allohning o'yinlaridir. Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Makanini terk etib kechkunda safar qilgan kishining hayron qolg'uchiligi yo'q. Aslida hayron qilishga tegishli ustida safarning izohlar bo'lmagan, o'ltirgan holda nurg'un cho'llarni kezgan odamlardir. Ahvolini va tilaklarini Allohning ism sifatlaridan his qilgan kishi bilan uni rasm, o'qim, tema, zo'q yoki aşkdan his qilgan kishidan osmon zamin farqlanadi. 3-soha butun koinotning Allohga bo'ysunganligi va uning o'zaro ta'siri to'g'risida tafakkur qilish. Xolid Abu Futuh aytgandek, biz yashayotgan koinot Allohning madiyalagan barliqdir. U osmonlari, zaminni, tuproqi, dengizi, tog' vodilari, canlıq, cansızları, insanları ve cinleri bilen Allah'ın becelmekte. 7 qat osmon, zamin ve ulardaki mahlukatlar Allah'ın paktep bilidu. Kainatki qandaqdaki narsa bolmasun, Allah'ın paktep mediyeleydi. Yani Allah'ın ululuğunu sözleydi. Lekin sizler tılınlar oxşuş bolmaganlık üçün ularning mediyesini sezmeysizler. Allah hakikaten bendilerge alimdir. Yani asilik qilganlarni jazolash qoldirib ketmaydi. Tavba qilg'uvchilarni mag'firat qiluvchidir. Hatta bu kainat Allah için ondan kulluk kılıdı. Allah'ın harlışı uçurgan adamga hürmetli çıkmaydı. Allah hakikaten halığını kılıdı. Muhammed aleyhisselamның Allah'ın elçisi iman etken Müslüman bu kainatda yalğız emeski işinidir. Peygamber aleyhisselam mundaqdaydı. Şübhəsizki asman bilen zaman arasında isyankar cin ve insanlardan başka emin eme mening Allah'ın elçisi ekanligimni biladi. İmam Ahmed rivayet kılgan. Kainat Onu Allah'ın birlikini biladi ve onu şerik keltirmeydi. Ular Allah'ın balası var deyişti.
Sizler şek şübhesiz kabih bir sizni kıldыңlar. Bu sözün yamanlıqıdan asmanlar parçalanıp ketkili, yer yerilip ketkili, dağlar gümran bolup ketkili tas kaldı. Bu şunun üçünki ular Allah'ın bolası var dep da'va kıldı. Meryem suresi 88. ayetin 91. ayeti. Taşlarımı Kur'an'dan təsirlendi. Eğer biz Kur'an'ı birer taqqı nazil kılsak, şokum sen onun Allah'tan korkqanlıqtan baş etkenlikini, yerilip ketkenlikini körettin. Həşr suresi 21. ayet. Nurgun taş yürek insanlarının aksiçe taşlarda Allah'ın korkunçluğun izleri var. Taşlar arasında içinden su etip çıkıdığan iraklar asıl olduğanları var. Yerilip arasından su çıkıdığanlarım var. Allah'tan korkup tağ çokullardan dıvana çıkıdığanlarım var. Demek taş yumuşaydı. Sizlerinin doğumlar bolsa yumuşamaydı ve təsirlenmeydi. Bekara suresi 74. ayet. Hatta bazı dağlar ve kuşlar Allah'ın peygamberlerden birinin ibadetinde bir olğan. Biz Davud'a dergahimizin hakkıdan fazli, yani peygamberlik, sabır, tağlarının ve kuşlarının boysunuşu, tümürünün yumuşak olup birişi, saat ve saçlı müdürçlerine ata kıldık. Ey tağlar, ey kuşlar, dağıtılın birlik tesbih etinler dedik. Sebe suresi 10. ayet. Biz hakikaten tağlarını Davud'a boysunup verdik. Ular Davud'un ettiğini akşamı tesbih etti. Kuşlarının mı udunu boysunup verdik. Sebe suresi 10. ayet. Bu tesirler her bir Müslümanda görüldü. Peygamber aleyhisselam kimki Allah'a lebbeyke dese onun sol tarafındaki tağ, dergah ve keseklerimi onun koşup lebbeyke deydi. Zeminmi o yer bu yerlerden acırağıl turdu. İbn-i Mace ve Tirmizi rivayet kılgan. Şu an Müslümanın acibadet hareketlerinin kiçikini tertip çoğunlukça kainatqa masalda elip verildiğalık hayran kılış ketmeydi. Onun tavaf için Kabe'nin muqim bir yolunuşunu boylap aylanışı, goya atomlarının bir merkezini boylap yıldızlarının ma'lum planı etrafı aylanışı oxşaydı. Tavaf ve aylanışı sani asman ve zeminin sani oxşaş ettidir. Müslüman kişide kainatın callaq ve cansız nesle qarta söygü buladı. Ebu Zer'den rivayet kılınışça Peygamber aleyhisselam mındaqdaydı. Arap atıllarının her gün etigende iki katım müşnak şekilde dua kılsa ruhsat kılıngan. Allah'ım, meni Adem oğullardan falanına emrik emanet kıldın. Onun berdim. Allah'ım, meni bu kişinin ehli ve meliştiki en suyumlikeden kıl. Callıq ve cansız mevcudiyetler kişinin yaxşılık kılıp yamanlıkta yirak turuşuğa yardımcı buludu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılınışça Peygamber aleyhisselam mındaqdaydı. Xorazның çıllıqını anlagan vaqtda Allah'ta yaxşılıq dilanlar. Çünkü bu vaqtda Xoraz bir ferişte görgen buludu. Eşekning anlığını anlagan vaqtda şeytandan panoh tilab Allah'a eğlenanlar. Çünkü bu vaqtda eşek bir şeytanı görgen buludu. Ebu Darda'da rivayet kılınışça Peygamber aleyhisselam mındaqdaydı. Bir alimga nispeten aytkanda asmandaki ve yerdekiler hatta dengizdeki balıklarını Allah'ta onun mağfiretini soraydı. Sahih Sünnet Tirmizi 2159. Müslüman kıyametin bulduğalıqı özlü işinip kalmasın belki bütün kainatın kıyametin küzetkenlikini ve kulgu okşaş titrevatkallıqını bilirdi. Ebu Hureyre'de rivayet kılınışça Peygamber aleyhisselam mındaqdaydı. İnsanlar ve cıllardan başka emmi cıllık kıyametten korkup Cuma günü ettigen bolganda günning chiqishini ün-tünsiz saqlaydi. Qiyomat juma kuni bo'ladi. Yüksek maqomga erishgan farishtalar, osmon, zamin, shamol, tog', dengizlar juma kunidan qo'rqadi. Ularning ichida bu kundan qo'rqmaydigan birisimi yo'q. Bütün kainat bilan birlikda his qilingan tuyg'ular. Musulmondagi sevgi, nafrat, do'stlik, dushmanlik tuyg'usi uning bilan kainat o'rtasidagi murakkab tuyg'u va munosabatdan paydo bo'ladi. Şuna asman ve zemin kafirler bilen azgınlarının ölümü yığılmaydı. Asman ve zemin onlarının arkasını yığılmadı. Duhan suresi 29. Bunun aksiye zeminden namaz okuyan yerler ve emel kökü yükselgen yerler müminler için yığılaydı. Müslümanın bir tabilenme sevgi münasebeti buludu. Enes radıyallahu anhu'da rivayet kılınışça Peygamber aleyhisselam Uhud'da qarab Şübhəsiz ki, Uhud bizni yaxşı görüdü, biz onu yaxşı görmez degen. Söygüde söygüçü söyülüşünü bayram kılmasıq gerek. Qatada Enes ibn Malik radıyallahu anhularının rivayet kılışça, Peygamber aleyhisselam Uhud'a yamaşqanda Uhud'da müdürlüğün. Bu vaqtda Abu Bakr, Ömer, Osmanlılar Peygamber aleyhisselamdan bül bulup, Peygamber aleyhisselam taqqa Uhud, Cimtor, üstünde bir peygamber, bir siddiq ve iki şehit var degen. Taş ve daraklar tevhid ehlini kollaydı ve onlara yardım kıldı.
Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet kılınışça Peygamber aleyhisselam mundaqaydı. Musulmonlar bilan Yahudilar urush qilmoqcha qiyomat bo'lmaydi. Musulmonlar ularni o'ltirdi. Yahudi tosh va daraxtlarning orasiga uyushtirildi. Tosh yoki daraxt, ey musulmon, ey Allohning quli, arqamdagi Yahudi tiz kelib uni o'ltir deydi. Faqat g'arqatlar buningdan mustasno, chunki u Yahudilarning daraxidir. Hatto daraxtlar va toshkesaklarmi diniy prinsiplar asosida do'stlik muomalasida bo'ladi. Musulmon Hilalga qaraydi va uning bilan munosabat o'rnatadi. Ey Hilal, meningmi seningmi Rabbing Allohdir deydi. Şeriatda shamolga la'nat aytish cheklangan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilishicha, bir odam payg'ambar alayhissalomning yangi vaqtda shamolga la'nat aytgan. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom shamolga la'nat aytmanglar, chunki uning vazifasi bor degan. Musulmonlar İbrahim Halilullohning dushmani bo'lgan Solimni unutmaydi. Oysha radhiyallohu anha mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom bizga İbrahim alayhissalom o'tib tashlanganda yer yuziga baliq hayvonlarning o'tni o'chirishtirishganligini, faqat Salmoninglar o'tni ulg'aytish uchun cho'zilganligini aytib berdi va uni o'ltirishga buyurdi. Boshqa hayvonlar Allohga tasbih va tavhid aytishda musulmonlar bilan birgadir. Musulmonlarning ularni o'ltirishi cheklangan. Ibn Abbas mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom 4 jinoyatni o'ltirishni chekladi. Ular chumula, asalarsi, o'pib va temir tumshuqdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilishicha, payg'ambar alayhissalom mundoq deydi. Bir chumula payg'ambarlardan birini chaqqanda, u chumula usiga o't qo'yishga buyurdi. Shuning bilan uningga chumula chaqdi deb ummatlar bilan birga tasbih aytgan bu ummatni aloq qildingmi deb vahiy qilindi. Abdullah ibn Amr mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom poqani o'ltirishni chekladi va shubhasizki, uning chirildish tasbihdir dedi. Koinotdagi bandichilik birligi. Koinotdagi bandichilik birligi va takomillik fikr yurgizadigan kishilar jimjit muhitda his qiladigan bir amaliyotdir. Bu vasvasa ta'sir qilmaydigan bir bandichilikdir. Bu birlikka o't-cho'plar va baliq jonliqlar qatnashdi. O'simliklar va daraxtlar secde qildi. Tabariyning qarashicha bu oyatdagi najm kalimasi zaminda o'sgan barliq shaylarni shajar kalimasi gavda ustida turgan nimani o'z ichiga oladi. Bu mu'minga nisbatan g'aflatda qolganda ogohlantirish bergan manzaradir. Mu'min qanday vaqtda yolg'izlikdan haqiqiy manfaat ola oladi? Mu'min o'zi xoliq qilgan sajdalarda rengarang chechaklar bilan birlikda sajda qilayotganlikni o'zini tatiydi ekan, uning qalbi zaminga yepishib, zamindagi gulchechaklarga ergishib sajda qilib, shu tuyg'ulardan bahramand bo'lishiga yo'l qo'ydi. Varlık mevcudiyet Allah'a tesbih aytadi. Bütün kainat tesbih aytish bilan mashg'uldir. Bir top yoki bir tal o'simlik, ko'ni yoki yangi daraxtlar Allohga tesbih aytadi. Qushlar daraxt shoxlarida turib Allohni ulug'laydi. Quloqlarda Allohni madhillagan ovozlar yangraydi. Allohni madhillamaydigan hech qanday hayvon, daraxt, suvning shildirishlari, qushning o'chirilishi, soya, shamol va chaqmoq ovoz yo'qdir. Allah har maxluqning duosini va tasbihini biladi. Allah ularning qilgan ishlarini to'liq bilguchidir. Qushlarning o'chirilishi uni madhilaydi. Daraxt soyasi uni madhilaydi. O'tloqlardagi buloqlar uni madhilaydi. Gullar to'xtamay uni madhilaydi. Shoxlar orasidagi chechak uni madhilaydi. Oqshomlikdagi qorong'u va ayning yorug'imi ham shundoq. Koinot bilan bo'lgan munosabat uni siqtirishayli. Ularning biz bilan birga tasbih etayotganligini his qilayli. Bu bizning uning bilan bo'lgan munosabatimizni qadam-qadam kengaytiradi. Malik Badri mundoq deydi. Fikir yurgizuvchilar koinot aytgan tasbihni tushunolmasmi, uni his qiladi. Barliq mahluqotning tasbihi bilan birga o'zining tasbihini ko'paytiradi. Bu tuyg'u bu dunyodagi ne'matlardan hech qaysisiga o'xshamagan bir his qilish va anglashlarga cho'qqi yetkicha, xushallik tuyg'ulariga erishkicha davomlashadi va kuchaydi. 4-soha. Ne'matlar to'g'risida tafakkur yurgizish va ularni hisoblashga tirishish.